Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli qarindoshlar, fidoyilar ekrani oldidagi dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlar, hammalarga shu vaqt va bundan keyingi vaqt xayrli bo'lsin. Bugun biz yine shu Qur'onning nazar programmasidagi 60. soniga keldik. Anlamaz, ko'rmas, tuymas va hatto boshqalarning nazarlariga taqat qilolmas ikki oyoqlilar o'zi ibodat qilayotgan din haqida izlanishdan bekrak quyruqqa esilgan mo'lizini olganlarni din deb yuriydi. Ular qaysi sohadagi qaysi turga oid yo'lda ketayotganligini tuzuk tushunmaydi. Hatto bu amal ma'lum manbadan deb ko'rsatilsa yanada mo'liziga yuguraydi. To'xta, men bir o'z oldimga bir odam so'zlayotgan til, ana tilim, aql va iroda o'zimda. Bir anglab boqay deyishdimi qo'rqudi. Chunki mo'lisidan boshqalarnikini anglamaslikqa tapilangan. Nurg'un xatolarga, ziyonlarga, to'silg'anga qaramay, tavakkul qiladigan mo'jilarni ma'lum masala kelganda qulog'i titraydi, yuragi gupildaydi. Mana hozir biz Qur'onning nazar programmasi 60 sonida din va mazhab haqida to'xtalgan bo'ldik. Mustaqil iroda tafakkur ahlining aqllariga haqiqat manzillari yaqinlashmay degan umid bilan fidoyilar ekrani. Bu bizniki Ahmadjon do'stimizniki fidoyiniki yozgan bu programma atab yozgan tunishtirishi. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvolingiz yaxshimi? Bilan mabdal bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 60. sonda biz qadrli ustoz qanday ahvollar yaxshi mabdal bo'ldimi? Ovozim kelyaptimi? Ustoz ovozni anglayolmadimi nima? Assalomu alaykum. Meniki ovozim bormi? Endi keldi. Keldi. Bugun Qur'onning nazar programmasi 60-sonda Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Din va mazhab to'g'risida dars qilmoqchidik bu bugun. Alhamdulillah, biz jam bo'ldik. Qani o'zlaridan tingshayli. Din zodibi qaysi din Allohning dini? Bu mazhablar nima uchun paydo bo'lgan? Mazhabga ergashmagan ezib ketadi. Mazhabsiz, shayxsiz shaytonning yo'liga kiradi. Mazhabsiz shaytonning yo'li degandek shunday har xil gaplar bormi-chu? Nihoyatda qo'rqitib odamni nima qilgan? Hatto Qur'on zaten yetmaydi degan gaplarni ko'p anglab ketdik. Bu jihatda bizga mazhablar qanday paydo bo'lgan? Chuqur mazhabga ergashish kerakmi degandek savollar tug'iladi. Nurg'un kishilarning kallasida bor bu-chu. Sizlar Qur'ondan nazar programmamizda bu to'g'riliq bizga nima deylar? Assalomu alaykum dunyoda qas joylardagi hurmatli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Ovoz bor? Bor. Ovoz bormi? Bor. Bugun shu din va mazhab haqida to'xtalamiz. Mazhabniki e'tiqodiy mazhab sohasida biz burun to'xtalgandik haqiqatan. Onun içinde asasen şu nemli programda e'tiqodiy mazhab üstü to'xtaldik. Ma ahkam sohasidagi mazhablarda asasen to'xtalmagandik. Bu qatim bu programdagi asas maqsadi ahkam sohasiga qaratiladi. Dinni biroz o sohada qisqa qilib o'zi bir tushunib o'tamiz. Din yuqorida necha qatim deb o'tgandek ilahi e'tiqodga asoslangan ijtimoiy bir ideologiya. Yani Allah'a
asoslangan holatdagi Allohning bor birligiga asoslangan holatdagi bir jamiyatda shakllangan bir ideologiyadan iborat. Bu ideologiya, ya'ni bu programma, ya'ni dindan iborat bu programma insonlarniki e'tiqod, so'zlari, harakatlaridan iborat mush uch narsaga chek qo'ydigan, prinsip qo'ydigan, o'ttirdi yana o'zi insonlar bir-biri bilan qildigan muomalada chek qo'ydigan, prinsiplarni qo'ydigan, shundoq o'zi bir narsa din. Endi buniki e'tiqod tarafining o'zida Alloh taolo nima deydi degan vaqtda e'tiqodda hech qanday bo'linish, ya'ni mazhab shakllantirishni Qur'oni Karim tamoman cheklaydi. E'tiqodda Turkiyadagi bir to'plam musulmonlar o'zining e'tiqodiy nimasining o'zini boshqacha tuzab chiqish Üzüp gitti. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا degan وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا degan bu oyatlar. Ondan keyin Sura Baqara'ning yana وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا degan bu bir qancha yerda keladi bu oyat. Bu oyatning hammasini nima deydi desa, e'tiqod sohasida bo'linmaslikni buyuradi. Ya'ni insonlar e'tiqod sohasida Allah'niki bar birligiga ishonish, Allah'ning malaikalarga ishonish, kitoblariga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonishdan iborat bu 5 ishonishda hech qanday bo'linishga bo'lmaydiganligi bu o'zi belgilangan. Ya'ni har qanday yerda shunday nima qilish kerak. Yana o'zi Alloh taolo Sura An'amdagi 159-oyatida İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şi'an leste minhum fî şey innema emruhum ilallahi sümme yunebbi'uhum bima kânû yef'alûn degan muş ayetning o'zidimi? Buluşun bulunmaydı. Sen faqatla Alloh taolo kerimdan iborat mushniki ko'rsatmasini ichida bo'lasan, boshqa hech qanday bir mazhabga tobe bo'lishingga bo'lmaydi. Ya'ni e'tiqod sohasida demakki hech qanday bir o'zi mazhabga ergashish aslida nima o'zi yoki mazhab paydo qilish bu narsalar butunlay Qur'oni Karimda cheklandi. Bu ayrim holatda nima qildigan, birisiga o'xshamaydigan bundaq bir shakllantiradigan bundaq e'tiqodning o'zini cheklaydi. Lekin u har bir millat u alqi ishonishni asos qilgan holatda bu prinsip yuqorqi 5 asosiy prinsipni 5 asosning o'zini prinsip qilib turib, har millat o'ziniki milliy o'zi an'anasiga asosan, ya'ni mana shu vaqtda hozirgi ahvolda hamma odam arab bo'lib ketish, hamma odam o'z arabniki so'z harakatlariga berilish, uni din o'z hisoblashga o'xshash mundaq bir o'zi narsaga berilmasdan har millat o'ziniki milliy urf-odati, milliy madaniyat sohasida bu o'zi nimaning o'zi bu e'tiqodning o'zini epminish Qur'oni Karimda belgilandi. Ya'ni bu e'tiqodga kirgan odam arab bo'lib ketish degan bir narsa aslo mavjud bo'lmaydi Qur'oni Karimda. Qur'oni Karimda har bir millat o'ziniki milliy alohidaligini saqlagan holatda
besh asos prinsipning o'zini ching tutib musulmon bo'lsa, u to'liq bir musulmon bo'lgan bo'ladi va shunga to'liq amal qilsa, islomga amal qilgan bo'ladi. Mana aytgan vaqtida. Ammo aslo boshqa millat bo'lib ketishni Alloh taolo buyurmaydi, hattoki vaqtga cheklaydi. Chunki boshqa millat bo'lib ketish u Alloh taoloniki sizlarni men millat qilib yaratdim. U millat qilib yaratganlik meniki bor va birligimga bo'lgan bir dalilning birisi degan o'zi ko'rsatmaga tamoman xilof. Agar biz o'zi milliy nimamizning o'zini milliy kimligimizni yo'qotgan holatda boshqa bir millat bo'lib ketgan vaqtida Alloh taoloniki millat qilib yaratishdan iborat, ya'ni o'zi nemasining o'zini oyatini, ya'ni bir oyatning o'ziniki yo'qolib ketishini yoki o'zimiz yo'qotayotganlikni isbotlaydigan bir isbot bo'lib qoladi. Bu vaqtda biz Alloh taoloning oyatini yo'qotishdan iborat, ya'ni bir jinoyat ishlagan bo'lamiz degan gap. Shuning uchun bu yerda e'tiqodiy sohada yana shu burunqi bir programma deganga o'xshash bu e'tiqod mazhab aslida u payg'ambar alayhissalom va undan keyinmi masalan sahobalarning zamonasida hech qanday e'tiqod mazhab paydo bo'lmagan. Ammo hozirgi nimaga o'xshash? Partiyalarga o'xshash misol. Hazrat Abu Bakrni qo'llaydigan insonlar, Umarni qo'llaydigan insonlar, Hazrat Alini qo'llaydigan To'la. ayrım bir e'tiqoddagi insonlar, ya'ni Shi'ali ayrım bir Rafizli ayrım bir e'tiqoddagi holatda bunday bir narsani o'zini shakllantirish orqali musulmonlarning o'zini paramparcha e'tiqod jihat paramparcha qilish va oxirsida bir-biriga dushman bo'lish holatini shakllantirish uchun bunday o'zi bir narsalarni paydo qilgan. Ya'ni bu e'tiqodiy sohadagi bilinish Qur'oni Karimga tamoman zid degan gap hamdi. Ammo har bir millat o'z milliy an'anasi bilan shu e'tiqodning o'zini Qur'oni Karim ko'rsatgan shu 5 asos prinsipga asoslanib turib yashash bu Alloh taolo belgilagan va ko'rsatgan bir yo'l. Ammo aslo bir millat, yana bir millat bo'lib ketib yashash, e'tiqodni yoki shu arablardan kelgan e'tiqodni qabul qildim deb arab bo'lib ketish bu aslo Qur'oni Karimda targ'ib qilinmaydi, aksincha cheklandi degan gap. Ya'ni bu e'tiqodiy mazhab sohasidagi narsa mushu hamda biz shu burunqi nimadimi deganga o'xshash bu halqi partiyaga o'xshash bir narsa bo'lgan, ammo keyin takror bo'lib ketdi bu gap shu keyin shu e'tiqoddagi bir qism ozroq o'xshamaslikning o'zini ko'pirib undan keyin cho'ng bir o'zi u yerda o'xshamaydigan bir ideologiyani paydo qilish orqali islom ummatidagi e'tiqodiy bo'lginchilikning o'zini paydo qilgan. Bu o'zi tamoman xato, tamoman o'zi Qur'oni Karimdagi va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu degan bu oyatiga tamoman zid yani. Hargizmi ayrimchilik qilmanglar degan bu so'ziga tamoman zid. Shuning uchun bu yerda hozir birlik, ya'ni e'tiqoddagi birlikni shakllantirish uchun qanday qilish kerak degan vaqtda Alloh taoloning mushu buyruqqa amal qilish orqali shakllantirishga bo'ldi degan gap. Ya'ni har bir musulmon faqatla Alloh taoloniki Qur'oni Karimdan iborat mush kitobiga eslish orqali e'tiqodiy birlikning o'zini asliga kelib oladi degan gap. Bo'lmasa boshqa e'tiqod sohasidagi kitoblarni o'qish orqali aslo o'zi dinniki e'tiqod sohasini birlikka keltirish mumkin emas yani. Shuning uchun bu halqi men ahli sunna va jamoaniki e'tiqodida men o'zi Rafizning e'tiqodi yoki men o'zi Shia e'tiqodi deyish bu butunlay islom diniga e'tiqod jihatda qattiq zid keladigan bir narsa. Hamda ikkinchisi biz o'tganki degan o'xshash mazhablarni bir qurish vaqt degan bu mazhabniki asosan bu
bu ahkam sahasındaki mezhepler 4'e bölünüdü. Bu şu Ebu Hanife mesela 699 yılı doğulup 767 yılı vefat olan Kufa'da doğulup şu yerde vefat olan. Bu adamdaki aslı nemisi Afgan nesillik. Yani Araplar Afganistan'ı neki bir tarafını başka vaxtıda bu adamdaki ata-anasını özü esir kılıp eketken boğaşka aşağıda öz bu adam doğulup alim bulup onun dekin bu şu nemkan hem de mushundaq ahkamlarni chiqarish fursatiga ega bo'lgan. Imom Tulu uçup, yenip, üzülüp, kesilip bulardı bu. Tordu giyip bular mı? ovoz bo'lmayotganda, Üzülüp tulu uçup, seninki internet alo? biraz kaçırdı. Avaz geliyordu da. Aşı üzülüp yine kayıt Ya kesilip. men Onun avazdaki ya mesela men buni tordaki yoki mesela. internet bo'limidimi? Allah. Qanaqa qildik vaqtida? İnternet kula bakamdı ya. U vaqtda Ben bu uzatsak internet oldu tamam. yok üzülmeydi. Yine kayıt olmadı üzecek ki. Aşağı Ma yo'tkelsam, Wi-Fi degan. yo'tkelsam bo'libdi. He. Hani bir sanat baksana. Wi-Fi ve ula baksana. U vaqtida bir 2 minut vaqt ketdi ayrimcha yana. Qilaymi? Hı. He? Sırrını anlayın ustaz. Kahverimden az. He. Hemen. Ahmetcan'ın avazı mı çıkmadı yine? Gap bulvardı da belki. Burun bizlarga birla mazhabga e'tiqod qiladigan, birla dinga e'tiqod qiladigan bir to'plum ekanmiz deb tushunganda, buni tushunchimizda. Hanafiy Hı. mazhabida va Sunniy Hanifiy mazhabida deb. Hı. O zamonlarda shu mazhab tushunchasidagi ko'z qarash, fatvo, ahkam, e'tiqod, mush masalalarning hammasini biz shu dinning bizga kelgan nusxasi mushu, ilahiy din mushu deb tushunganda. Hı hı. Kim bu mavu Kur'an manbalik din tushunchasidan ichkirlagandan keyin bu masalalarning undaq to'g'ri emas ekanligini bayqagandan keyin o'tirib chiqqan do'stlar bilan bo'lingan bu vatandoshlar bilan bo'lingan inkoslarda, inkos shaklidagi munozaralarda nimani mazhabni din emas degan ko'z qarashni ilgari surganlar bo'ldi-da, kulib ketdik. Ilgari din deb bilgandik hamma. Lekin endi qistab kelgan vaqtida u narsani din emas, balki bir ray ko'z qarash ekanligini bu do'stlarga endi borgansir bayqayotganligini his qildim men. Mening tushuncham endi, menga bergan ta'siroti. Endi bu burun 4 mazhab deydik. Keyin qarasak 90-yillardan keyin vatanda paydo bo'lgan Vahabiy mazhabi, undan keyinki boshqa Ihvanul Muslimniki yaqindagilar ve ondan keyin paydo bo'lgan nima ismlari taqiddiyin nebihani nimada Taqiyüddin ne bahane. Ha. Shunga o'xshash Hizbut Tahrir. Shunga o'xshash har sohadagi, har iqlimdagi bir tushunchalarni biz ilahiy din mushu degan shakldagi eg'ib ketish yoki unga berilib ketish hissiyoti bilan muomala qilib ketdik-da.
Mavi Qur'on manbalik din tushunishlarni qilgandan keyin, tanishgandan keyin bu haqiqatan tafakkur qilish orqali mazhabninki payg'ambar alayhisolamniki paydo bo'lganligi, agar mazhabsiz bo'lsa bo'lmaydiganligini ilgari surganlarga o zaman payg'ambar alayhisolamga ergishadigan da'voyimiz rasululloh bo'lsa, unda payg'ambarning mazhabi nima degan o'sha savollar paydo bo'lgan chog'da ba'zan qarindoshlarning chetlab ketganligini ko'rgandik biz. Bu ajoyib xato savol kelib qoldi aslida ezgu degan o'xshash gaplarni qilib. İnşallah bugünkü dersninki hem de şu mezhep hakkındaki düşüncemizge şu Kur'an menbelik din düşüncesinden bir yeni bek içilişini ümit kılımız inşallah. Şu anda dostlarımız biraz destepi de anlamay durup hemen kalaymakan, tenkitlaydigan yoki ayıplagan qarindoshlarga bir bekrek tegisin deb bu ilanning kirish so'ziga biraz ashtaroq yozgan endi. Ketken boş dostlardan hep sorayımız. Ders devam kılsa, kalan inşallah birlikte günümüz. Merhamet, ben çekendim. Assalomu alaykum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Qanday yaxshimi ya ovoz? Yaxşı noç oldu. Baştan bir qaytadan bu sözlep beslilamı pek üzülüp ketmez bunlar. Bo'ldi. 5 yildan qilaydi amma. Bu programmamızda din ve mezhep sahasida to'xtalmoqchi bo'lgan. Din mezhep sahasida e'tiqod sohadagi mezheplarni bir biz yuqorida bir mavzuda to'xtalgandik. E'tiqod mezhebini imom nima Ash'ari mezhebi, Shia mezhebi, Ahl Sunni mezhebi deb bir to'xtalgandik. Endi bu Qur'oni Karimdagi nemisida Qur'oni Karimga asoslangan vaqtda mazhabni bu yerda ikki hozirgi dinimizniki nemisida mazhabni ikkiga bo'lib qaraydi. Biri e'tiqodiy mazhab, birisi ahkam sohasidagi mazhablar. E'tiqodiy mazhablar shu Shia, Ahl Sunni vel Jamoa, Rafizi deymiz, Ash'ari mazhabi deymiz, ashunga o'xshash mazhablarni o'z ichiga oladi. Qur'oni Karimda bu mazhablar qarta nima deydi degan vaqtda e'tiqod sohada Qur'oni Karim yani İslam dinini mezhepleştirish tamamen o'zi xato ham Qur'oni Karimdagi aslidagi prinsipi zid deb qaraydi. Çünkü Qur'oni Karimdagi yani İslamdagi prinsipi nima degan vaqtda prinsipi Allohga ishonish, Allohniki malaikalarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonishdan iborat 5 ishonishi bor. Bunga ishonish ham uning o'zini hech bir zaman ondan ayrımcılık kılmaslık, peygamberlerden ayrımcılık kılmaslık hem onu mezhepte armaslık. Bu hafta Kur'an-ı Kerim'de Sure Bekara'da özü ve teslimu bihablillahi cemiyan ve la teferraku diyen özü ayet arkalık bizge Allah Teala ayrımcılık kılışniki ya komaydı o dinini bölüşniki nait hata kelligini bayan kıldı. Hem de bu ideologiya sahasındaki, itiqad sahasındaki mezhepler aslında qandaq paydo bo'lgan degan vaqtdami shu vaqtda bir so'zlab o'tgandik, xuddi hozirgi partiyalarga o'xshash. Ya'ni partiyaga o'xshash deganimiz hozirgi masalan nimaning o'zini Turkiyani misolga olsak, Oq partiya deymiz, Millatchi Harakat partiyasi deymiz, misol. Ashunga o'xshash o'zi nurg'unlagan nima o CHP deymiz, Cumhuriyet Xalq partiyasi o'xshash. Ashunga o'xshash nurg'unlagan partiyalar bor. U partiyalar faqatla devletniki menfaatini asas kurulgan partiyalar. Ama o zaman da çoğu vaqtda o bir kısım insanlar Ebu Bekir'ni qollasa, bir kısmı nimenin özünü Umar'ni qollaydigan, bir kısım Ali'ni qollaydigan, keyingi zamanlarda Ali ve bir kısım Ali'ni qollasa, yani bir kısım Muaviye'ni qollaydigan shunday holat shakllangan. Ama o zamanlarda hiçbir zaman itiqad sohasida bo'lgunchilik olmagan. Hammasi e'tiqod sohasida o'xshash. Ya'ni shu islom diniga e'tiqod qilgan mundaq bir holat shakllangan. Faqatla qo'llaydigan odamlarni, hozirgi o'xshashli partiyalarga o'xshash, endi qo'llaydigan odamlarni o'zi qo'llaydigan odamlari ayrim bo'lgan, ammo keyingi zamonlarda degan vaqtda uni kitob aylantirgan vaqtda e'tiqod sohasiga bir qism bo'lgunchilik söz hareketlerinin o'zini, insonlarni bo'ladigan mundaq söz hareketlerini aralashtirish orqali ayrım-ayrım e'tiqodiy manba paydo qilgan.
Masalan, Şia'nınki e'tiqod manbasi 12 imomga tayindigan, misol, Ahli sunna val jamoaniki ayrim misol, ashunga o'xshash nurg'unlagan narsalar paydo bo'lgan. Hattoki millatchilik nihoyat eg'ir bo'lgan. Shuning uchun halqi e'tiqod sohasida nurg'un arablar asosan Ash'ari mazhabini tutsa, turkiy millatlar Maturidi mazhabini tutgan. Nima uchun degan vaqtda Imom Maturidining o'zi Samarqand tug'ilgan bir odam. Yani Türkiye milletten tug'ilgan bir adam, yani Özbek ildan hozirgi vaqtda. O Ebu Musa Ash'ari deganning o'zi bu Arab nemisda, Arab o'z diyori tug'ilgan bir odam. Unda havolik Arablar uni o'zi nima qilgan, asos qilgan bundaq bir mazhablarni nima qilgan. Shuning uchun halqi bir tarafdan millatchilik eg'ir bo'lgan, yana bir tarafdan uning halqi ideologiya sohasidagi o'xshamaydigan fikrlarni bano qilish orqali onu kitaplaştırıp ayrım dini, yani itikat sahasında bir itikat yaratıp çıkan. Şunun için öz Müslümanlar onun o'zi itikat sahasında bilinip ketken bu başka asla hazırgaçılık hiç o'zi birlik kelamagan. Bu birlik kelish va keza bu işlerin hemmisinin asası nerede diye vaqtda Kur'an-ı Kerim'in köstüçü boyunca yana hamma adam, yani ki her bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'e estilgan vaqtida o birlik kela alaydiganligini Alloh taolo bayon qildi. Mush va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu degan oyatning o'zimi her odam o'zining e'tiqodiga Qur'oni Kerimdagi e'tiqodni o'zini singdirsa, Qur'oni Kerimga e'tiqod qilsa va Qur'oni Kerim tunishtirgan e'tiqod bo'yicha mangan vaqtida u odam qanday qildi degan vaqtida bo'linmaydi degan gap. Hamma odamniki manbasi Qur'on bo'lganligi uchun. Qur'onning sirtiga chiqib, insonlar o'zini ko'z qarashlaridan o'zini onunğa sındırış arqılıq ayrım-ayrım aqida paydo qilgan. U onunğa o'zi esilgandikinlar hammasi o'zi o'qigan kitobga esilish orqali ayrım-ayrım o'zi e'tiqod paydo qilgan gap. Shuning bilan o'zi bo'lgunchilik ashani paydo bo'ldi degan gap. Dini farraqu dinastamihu innama emruhum ilallahi sümme yunabbi'uhum bima kanu yef'alun degan mush oyatning o'zida deydi. Ular dinlarning o'zini, ya'ni burunqi ahli kitobning o'zi dinlarning o'zini paramparcha qilib mazhablarga aylantirib olgan edi deydi. Yani her xil mazhablar, mesela Yahudining nurg'unlagan mazhabi bor, rivoyatda 72 mazhabga bo'linib ketgan degan shunday gaplar bor. Xristianlikning nihoyat jiq mazhablari bor. Hozir o'zi eng cho'ng mazhabi ortodoks bilan o'zi protestan. Onundan başka onu içlik kirsiyan nurg'unlagan shunday mazhablar bor. O bir-biriga dushman qaraydi misol. Hozirgi mush ahli sunna val jamoa bilan Shialarga o'xshash endi dushman holatida muomala qildi. Buning hammasi nima desa, ayrım ideologiya, dinda ayrım ideologiya paydo qilganligi uchun o'zi, ya'ni Alloh taolo emas, Allohning kitobini burmulab ayrım ideologiya paydo qilganligi uchun ular shunday o'zi bir-biriga dushman bo'lib ketganda, shuning uchun Alloh taolo degan so'zi bu yerda nima desa, ular shunday bölgünçilik qilib, e'tiqodiy bölgünçilik paydo qilgandan keyin, mazhablarni paydo qilgandan keyin ular paramparcha bo'lib ketgan. Allah Teala'nınki bu yerde Peygamber Aleyhisselam bergen buyruğu nima desa, lasta minhum fi shay deylik. Sen ularning hech qanday mazhabi demezsen. Yani hiç bir mazhabiga ergishishing bo'lmaydi. Sen faqat Qur'oni Karimga ergishsa, onun başka hech qanday bir narsaga ergashmaysa. Buning o'zi nimani bildirib desa, bütün Müslümanlar Qur'oni Karimdan iborat mushu o'zi kitobga ergishish va boshqa hech qanday bir narsaga ergishishga bo'lmaydiganligini o'zini Alloh taolo mana o'sha yerda bayon qildi degan gap. Hem de bu e'tiqodiy mazhabniki asos prinsipi ashundoq ekan. Buni hech qanday o'zi bir boshqa narsani qo'shib bo'lmaydigan 5 asosiy prinsip Qur'oni Karimda e'tiqod sohasida Allohga ishonish, malaikalarga ishonish, kitoblarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, oxiratga ishonishdan iborat 5 asosiy prinsipni asos qiladi ekan. Ham bu 5 asosiy prinsipni asos qilib turib, u yerda har bir millat o'ziniki urf-odat, madaniyatini shu dinga moslashtirgan holatda o'zi yashashsa, u hech qanday islom diniga qarshi bo'lmaydi degan gap. Bir odam o'zi bu islom dinini qabul qilgandan boshlab ekan,
Arabning madaniyatini qabul qilish, arab urf-odatini qabul qilish, arabning tuproqlarini ulug'lash, arab tilini ulug'lash, arabni ulug'lash o'xshash bundaq o'zi narsalarni qilishga hech qanday hojat yo'q. Chunki u hammasi bir inson bo'lgandan keyin dunyoda yaratilgan narsaning hammasi Allohning oldida o'xshash bo'lgandan keyin bunda hech qanday o'zi farq yo'q. Uning o'zi farqli qarashning o'zi Allohning oldida jinoyat degan gap. Shuning uchun bu e'tiqod sohasida biz yuqorida bir qur to'xtalib o'tganligimiz uchun shunchalik to'xtalayli. Ham qonunning o'zini ahkam sohasida, qonun sohasida ki mazhablar ustida to'xtalamiz. Yuqorida biz yani oldimizgi darsda deganga o'xshash Qur'oni Karim yani islom dinidan iborat bu din qonun bu dinda o'zi qonun yo'q. Qonunni buni o'rgangan bo'lmaydi. Ilm yo'q. Yani ilm kitobi emas, siyoset kitobi emas bu. Hech qanday o'zi boshqa o bundaq narsalarni o'rgatadigan bundaq kitob emas. Bu nimani o'rgatish vaqt degan vaqtda har narsaga e'tiqod, so'z va harakatni iborat uch narsaga prinsip qo'yilgan, prinsip belgilaydigan bir kitob. Yani e'tiqodda qanday prinsipni belgilaydi desa yuqoriga o'xshash. Yuqorida biz degandek Allah'a, periştelerge, kitaplarga, peygamberlerge, ahiretki işinishni iborat bu prinsipni belgilaydi. Ve Allah işergen vaqtda o adam o'zi hiç Allah iş narsani o'zini şirk keltirmasligini o'zini peygamber işergen vaqtda o peygamberni uluhiyet yani ilahlaştırmaslik o aş peygamber estilgan narsaga estilishni iborat buni o'zini buyurdi. Yani peygamberlerge işinishning yani bildiğimizde bütün peygamberlerge o'xshash holatda o'xshash musobaqada ishinish. Yani o'zi bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom deb o'zi qaramasdan bütün peygamberler bizning peygamberimiz deb qarash va bütün peygamberlarga o'xshash muomala qilish, Allohning kitoblarining hammasiga o'xshash muomala qilish va oxiratga o'xshash o'zi ishinishdan iborat. Buning o'zini prinsip qiladi Qur'oni Karim. Endi ahkam sohasida, qonun sohasida degan vaqtda qonun sohasida Qur'oni Karim ayrım bir yol gösterdik insanlarga. Sure Şura'daki 10. ayette şer'a lekum mined-din ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en aqimud-dîne ve la teteferraku fihi kebura alel müşrikin ma ted'uhum ileyhi. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib diye ayetning o'zida nima qiladi desa bu o'zi bütün dinlarniki Allah Taala'niki oldida o'xshash ekanligini, uning ayrim ko'zvel qarashniki xato bo'lganligini o'zini bayon qiladi yani. Yani o Sure Maid'niki 48. oyatning o'zida va anzalna ilaykel kitab bil haqqi musaddiqan limma bayna yadayhi minel kitab ve muhaiminan alayhi fahkum beynahum bima anzalallahu degan mush oyatning oxirisida o'zi likullin ja'alna minkum shir'atan ve minhaja degan mushu oyatlar bilan o'zi oxirlashdi bu. Buning o'zi nima degan vaqtda shu hukm qilish borasidagi bir oyat. Buning o'zida Alloh taolo deydiki, her inson, her toplum ve her davlat hozirgi vaqtda shuning uchun bir shariat, bir qonun tuzish insonlarniki qonun tuzishi uchun biz yo'l qo'ydik deydi. Yuqorida dinni Alloh taolo bizga bayon qilgandan keyin bu qonun tuzishning o'zini bizga yo'l qo'yganligi bu ikkisiniki munosabat nima degan vaqtda Alloh taoloning dini bo'lgan Qur'oni Karimdagi prinsiplar asosida turib qonun tuzish. Ya'ni Qur'oni Karim qonun kitobi emas. Ammo prinsip qo'ygan, shu prinsip asosida turib qonun tuzish degan gap endi. Bu qonunning o'zini butun insoniyatga bir xil tuzumda degan vaqtda Alloh taolo o'shaning o'zida bizga ochiq bayon qilib likullin ja'alna minkum shir'atan ve minhaja degan. Her bir inson uchun, her bir toplum uchun ve her bir davlat uchun buni cho'ngaytgan vaqtda uning o'zi bir qonun tuzish o'z nemasining o'zini biz berdik, huquqini berdik degan gap endi. Shunaqki masalan bir davlatniki qonuni bo'lsa, umum xalqqa o'xshash tuzgan bo'lsa, masalan Yevropaniki, biz Yevropada hozir yashayotganligini ashuni o'zini deyapmiz. Bir odam niki hech qanday balasi yo'q, to'liq bir yaxshi bir maosh olgan ashunday bir ishda ishlagan bo'lsa, uningdan bojning o'zini jiq oladi misol. Uniki oilasi bo'lsa, azroq oladi.
eğer bir ya iki balası olsa onundan sen azırak alıdı. Eğer o adam yerim işleyen olsa onundan az alıdı ve özü ağırlık olsa onun hükümet teminat verdi ya ki öz az işildi. Yani demek bu yerden ne mi diye vakta o kanun diyenin özü hem adamga okşaş çıkarılmaydı. Maşında kılsa deb çıkarıldı. Ama o alayda ahval aslında başkaçı boludu degan özü yerler oldu kanundaki. Şu vaqtda ne oldu ya alayda ahval degan özü ya adam ağır olsa ya ki işleyemay qolib qolsa, ish topamay qolib qolsa yoki olmaydi az ishlab qolib qolsa degan narsalarni hammasini o'ziga erishish uchun ashunday narsalarni, ashunday prinsiplarni u yerga kirdirdi. Kirdirgandan keyin u yerda har bir odamniki qilgan ish harakat ishiniki ko'p ozlikqa olgan pulini maoshiniki oz ko'plik qarta iqtisod jihatdagi qonun ashunday tuzilgan gap endi. Bu bir Adalet masala. için. Xo'sh. Adalet ne turg'uz için yani. Bunun hammasi nima degan vaqtda hammasiga o'ziniki qilgan ishiga loyiq holatda ondan bosh elish bu Alloh taoloniki adolatni barpo qilganlik bo'ldi. Yuqorisi mush oyatning 5-idikilar an aqimu dina degan kelimaning o'zimi ashunga bordi. Fahkum baynahum bima anzalalloh degan oyatning o'zimi ashunga bordi. O din degani o'zi Allohniki mush adolatning o'zini barpo qilish ashunday bo'lgan gap endi. Har butun odamga boy olsun, kambag'al olsun, pulni oz topsin, ko'p topsin, hammasi hamma o'xshash bosh topshirsa, hamma 100 ko'ydan bosh topshirsa yoki 1000 ko'ydan bosh topshirsa demasdan tapqiniga qarta erishning o'zi bu adolatni barpo qilganlik bo'lganligini bildirdi. Bu o'zi bir masala. Ikkinchi bir masala degan vaqtda her bir devlet hozirgi vaqtda devlet yashayapmiz, devletsiz bir yer yo'q. Burun qo'sh qabila yashaydigan bundaq ahvollar yo'q endi. Unda bo'lgandan keyin hozirgi vaqtda devletlarning qonuni qanday bo'ldi degan vaqtda har bir devlet shu Alloh taolo Qur'oni Karimda her narsa qo'ygan prinsipni asos qilib turib, agar o'zi shu qonun ashlab tuzsa, o Alloh taolo Qur'onda o'tirib qo'ygan shariatning o'zini, ya'ni qonunning o'zini Alloh maqsad qilgan qonunning o'zini tuzgan bo'ladi va uni adolat bilan ijro qilsa, o odam o'zi Alloh taoloning adolatining o'zini barpo qilgan bo'ladi yani. Bu yerda bir o'xshamaydigan bir narsa bor, bu ahkam sohasida hozir biz deganga o'xshash her devletniki iqtisod ahvoli, jamiyat ahvoli, madaniyat ahvoli, yani madaniyat seviye ahvollari, uniki insonlarning orasida ba'zi davlatlarda kasb ehlileri nayet köp oldu. Bazı devletlerde kasb ehlileri az oldu. Bunda bo'lgandan keyin ishning menish mangmasligi mı kasb qarta bo'lgan gap. Bunda bir sharoitda yana o'zi o'xshamagan bunda qonunning o'zini ijro qilish to'g'ri keladigan gap. Shuning loyiq o davlat shu xalqniki ahvoliga muvofiq keladigan holatda qonun tuzishi u o'zi shu davlatda to'g'ri bir qonun tuzganlik bu hisoblanadi degan gap. Endi bu yerda bu nimaniki? Bizniki burunqi fiqh kitobining o'zida Ebu Hanife masalan 699dan 767 nima yashagan odamga Kufa tug'ilgan, ashada vafot bo'lgan, Imom Ahmad misol, Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Ahmad Hanbal degandek shu imomning hammasi nima desa asosan 700-yildan 820-yilgacha aralıqda tug'ilib vafot bo'lgan kishilar endi. Bu odamlarniki qo'limizda bor kitob hozirgi vaqtda Hidoya va Sharvoqaydan iborat shu kitoblar bor. Bu odamniki shu vaqtda chiqqan qonun prinsiplarining o'zi shu kitobga yozilgan. Endi hozirgi vaqtda shariatchilar shariatning o'zini keltirsak, davlatga deyotgan shariatchilar nimani o'ylaydi degan vaqtda shu kitoblarning o'zini davlatning qonuni qilib keltirsak bo'ldi deydi. Endi u yerda o qonunning o'zida qulluq tuzumlari deganga o'xshash qul cho'rilar misol shu bundan 1000 yil burunqi ahvollar qarta tuzalgan bir qonunlar bor. Bu qonunning o'zini hozir taraqqan bir zamonga qarta uni ijro qilish hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan narsa degan gap. To'g'ri kelmagandan keyin bu Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asosan degan vaqtda davomli o qonunning o'zini
u o'ziniki makoniga va o'zining zamoniga muvofiqlashtirish va uni davomli shuni muvofiqlashtirish uchun muvofiq kelmagan yerlarni o'zgartirish va amalda qilib qolgan yerlarni hozir misol shu sharq qoyilda qulga qarta shunday nurg'ulg'an narsalar bor. Aşındaq narsa hozirgi zamonda bo'lmagandagi undaq narsaning o'zini amaldan qoldirishdan iborat. Aşındaq bir o'zi islohot, davomli o'z qonun jihati qonunga islohot olib berish bu o'zi Qur'oni Karim talab qilgan bir narsa degan gap. Endi bu yerda hozirgi islom olimlariniki xatolashgan, cho'ng xatolik o'tkazgan tarafi nima degan vaqtda mushu 4-5 imomniki o'z vaqtida o'xshamagan yerda, masalan Ebu Hanife'nin özü Kuba'da tug'ilib, shu yerda o'sib cho'ng'ilib, shu yerda o'zi shu yerlik ahvol qarta, ma ishni mandaq qilsak, qonun jihatdan mandaq bo'lsa to'g'ri bo'ldi, ish qonun jihatdan mandaq bo'lsa to'g'ri bo'ldi deb tuzgan qonunlar bor. İmam Ahmadning o'zi Bag'dodda tug'ilib, shu yerda o'lib ketgan kishi ekan. Bu kishining o'zimi shu yerlik ahvol qarta fatvo chiqargan. İmam Şafii'ning o'zi hozirgi Falastin G'azida tug'ilgan bo'lib, o'zi 53 yoshga kirgan vaqtda Qohirada yashab, o'sha yerda Qohirada o'lib ketgan kishi ekan. Demak, o'sha yerdagi ahvol qarta o'zi fatvo bergan har ishga qonunni qilib, ashunday o'zi fatvo bergan kishi. İmam Malikning o'zi Madinada tug'ilib, Madinada vafot bo'lgan. U yerdagi bu kishining o'zimi Madinadagi amaliy ahvol qarta xalqniki o'zi turmush ahvol qarta qonunni qilib shu bo'yicha fatvo berib, shunday o'zi o'tgan kishilar. Endi bu 4 kishiniki yashagan yeri ayrim yer, ham yana bu 4 kishiniki yashagan davrimi bir-biridan farqlandi. Masalan, Abu Hanife'ning o'zi 699 tug'ilib, 767-yili vafot bo'lgan. İmam Ahmad degan vaqtda 780-yil tug'ilib, 855-yil vafot bo'lgan. Oraliqda asosan 100 yil farq etgan 100 yıldan mı çıkarak fark ettiğin işler var. Ben muşundak 100 yıl fark ettiğin, bazen de 50-60 yıl fark ettiğin muşundak vakitte farklı bir zamanlarda, farklı bir makanda karta çıkan petvalının özünü ekilip bir yer toplap, onun özünü andekin ağı toğra, mağına kasası mağı toğra da birbirisi suq serişinin özü bu aslında bu Müslümanın arasındaki en çok hatalık diyen gibi. Yani şu imamlar şu vakitte ama o imamlık yazgan narsaning hammasi to'g'ri emas. Ba'zilarining o'zi Qur'on asosga yerlari bo'lsa, ba'zilari ijmoni yo qiyosni asos qildik deb o'tirib, Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan fatvoni beriklik. Misol, zinaxoni chalma kesak o'ltirish, o'xshash yoki maydalqi namoz o'qimagan odamni jazolash, o'ltirish yoki deganga o'xshash. Mushunga o'xshash nurg'ulg'an ayndaq o'zi xato fatvolar va Qur'oni Karimdagi prinsiplariga to'g'ri kelmaydi misol. Ama Qur'oni Karimdagi prinsiplarga to'g'ri keladigan nima fatvolarim bor. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar bu kishilarniki zamoni bir emas, makoni bir emas. Bundaq bir zaman va o'xshamagan bir makonda tuzalgan qonunning o'zini bir yerga ekib turib, aning to'g'ri, ma'ning xato deb deyish bir tarafdan xato. Yan tarafdan ularniki hammasi Qur'oni Karimdagi şu prinsiplerini asas qilmaganligi uchun asas qilmagan yerlari ham xato bo'ldiki, asas qilgan yerlar to'g'ri. Bu kitobning ichidagi hamma narsa xato deganlik emas. Buning ichida bir qism xato yerlari bor misol. Shuning uchun bu hozirgi diniy olimlarniki, ya'ni shariatni yo'l qo'yamiz degandan shariatdan shu sharvoqay hidoyaning o'zini, shuningdek o'zi qonunning o'zini, ash qonunni yo'l qo'yamiz degani bu nəhayət özü xata bir göz qaraş degan gap. Nima uchun degan vaqtda 1000 yil burunqi zaman va makonga qarta, har xil makon va har xil zamonga qarta tuzalgan bir qonunning o'zini akilib, hozirgi bu zamonga qarta o'zi qonun qilish, bu butunlay o'zi insonni ilgari bostirmaydigan bir o'zi qonun bo'lib degan gap. Nima uchun degan vaqtda hozir masalan Afg'oniston shu qonunning o'zini ijro qildimi, shu nima deydi bularning o'zini? İslam emirligidan da İslam emirligi deb qaraydi. O'sha islom emirligi deganning o'zi yana shu sharq qoidagi ash narsalarning o'zini asos qilib, masalan, zinaxoni o'ltiradigan shunday ishlarning o'zini ijro qiliqliq. Qur'oni Karimda aslida zinaxoni o'ltirish degan qarta hech qanday bir o'zi hukm yo'q yani.
Yani Kur'an-ı Kerim Onu to'g'ri kelmaydigan hukmlarning o'zini ham narsalarni hukm qilib, o'zining ra'yi bilan buni o'zini ijro qilib, bu xatoliklarning o'zi ashunga kelib yani. Mana aytgan vaqtida yig'ib aytganda bu yerdagi yani musulmonlar qonun jihatda taraqqiy qilmoqlik. Her vaqt yani her zaman ve makanda özünün zamanı ve makanına layık holatda Qur'oni Kerimdagi shu prinsipni asos qilgan holatda ilg'or qonunlarning o'zini tuzayolmoqlik. Tuzayolmagandan keyin insonlarning oldini shu qonun etiveliklik. Misol, shu qonunning o'zida, shu Afg'onistonda ijro qilayotgan qonunning o'zida shuni asos qilgan bo'lish kerak deb o'ylayman. Shu ayollarni o'qitmaydigan, misol ayollarni kichik turib lekin, masalan 10 yosh, 11-12 yosh kirgandek to'y qildigan, shunday o'zini aytdi, eski ishlar mavjud. Bu Qur'oni Kerimdagi prinsiplarga aslo to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun hem bir tarafdan Qur'oni Kerimdagi prinsiplarga to'g'ri kelmaydigan qonunlarga oid ko'p bu shariatda hozir atilib qolgan narsada, hem bir tarafdan degan vaqtda zamoniga va makoniga to'g'ri kelmaydigan bir narsa, ya'ni o faqat hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan darajadagi bundaq passiv holatdagi bir qonun degan gap endi. Yoki qaloq holatdagi bir qonun bo'lib hisoblandi. Uning uchun biz hozirgi zamonda nima davlatni taraqqiy qildiramiz. Davlatni insonlarnikilarni taraqqiy qildiramiz. İnsanlarni o'zi madaniyatlik, saviyalik, hozirgi zamonga loyiq inson qilib yetishtiramiz degan vaqtda qanday qilish kerak deganda, qonun jihatdan har taraflamaning o'zini Alloh taolo yo'l qo'ygan shart ostida etish kerak. Qonun jihatini etish kerak va qonun jihatini shu sohada shu sohaga yo'l qo'yish kerak. Yo'l qo'ygandan keyin insonlar qanday qildi degan vaqtda andakin o'zi taraqqiy qila oladi degan. İnsanın oldini ani qilsang bo'lmaydi, mani qilsang bo'lmaydi deb hamma jihatini chirmab olsa, u vaqtda nima bo'ldi desa, u insonlar taraqqiy qilolmaydi. Masalan, ayolni o'qitmasa, ayol degani bolani tarbiyalaydigan narsa. Boladagi %80% hayoti onaning elida o'tadi. O ana saviyalik, ya'ni bilimlik bir ayol bo'lmasa, u bolani tarbiyalashimi shu o'ziniki ahvol qarta bo'lgan gap. Şuna o balımı nəhayət qalaq, aşındaq balıb çıxırgan gap, anısı qalaq olğandakən, şuna o ne boldu dese, o balı məktəbə adam kəpsiz, heç kimni gibi unumaydıgan, çünki öydə aşındaq tərbiyələngendi ki, o balının özünə baş bulunmagan, mındaq bir balıb çıxırgan gap. Şunun üçün bu yerlik nəsi ne boldu dese, anı olğan adam hətta ki, balı üçün aytqan vaqtda dadıdımı özü bekaraq, özü bilim, yani seviyesindeki yukarı oluşu dadıdı mı pek mühim değil. Yani o ana olan kişi bilimlik olsa, balının özüne, balındaki 80% hayatı şu 15-20 yaş kirişlik, öğlen kişilik asasen hayatı şu anının kaşı cık ötüğen boğandıkken, anısıdın cık bunda terbiyeni aldığan gibi. Terbiyeni aldığan o terbiyen neyim kılırsa, şunu o balındaki yani an sızımının özüne açıdığan gap, dünya qaraşlarının özünü toğrulaydıgan gap, toğru dünya qaraş payda olduğan gap. Şunu olan bu ana olğan kişiniki bu yerdeki təsiri nəhayət yuqarı olduğan gap. Şuna bu halkı etiqad sahasida heç bir zaman onu her bir devlet ayrım mezhep payda qilish orqali unda qilqi islomning o'zini ayrım mezhep, ayrım din payda qilishga qat'iy bo'lmaydi. Ammo bu ahkam qonun sohasida degan vaqtda qonun sohasida her bir devlet o'ziniki amaliy ahvoli qarta to'g'ri, ya'ni Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga to'g'ri keladigan holatdagi qonunlarni tuzish orqali insonlarning hammasiga o'xshash icra qilish orqali o'zi adolatni tiklash, bu Alloh taolo Qur'oni Karimda maqsad qilgan narsa degan gap. Shuning uchun biz bu yerda o'qigan odamlarmi, masalan, bizdagi hozirgi dinda o'qiganlar davomli o'qigan vaqtda shariat degan narsani o'qigan vaqtda ash-sharoqai hidoya hozirgi zamondagi shariatdagi umi zaten unchalar hozirgi zaman to'g'ri kelgan yerlarim yo'q endi. Nurg'un narsaning o'zini Qur'onga emas, o'zini qiyosga,
icma qildik deydi, icma qilganim yolg'on. Nima uchun degan vaqtda 50 olim bir yerga kelib, bir narsani tadqiq qilib, qilgan narsani hozirgacha anglamadik. Hozirgacha 50 olim emas, 5 olim bir yerga kelib, bir narsani tadqiq qilib, to'xtatdi deb o'rtaq bir yerga kelib qilgan anglamadik. Unda bo'lgandan keyin ijmo yo'q degan gap. Har odam o'zini kallasi qarta ijmo qilish orqali va o'xshamagan nimaning o'zini, qonunning o'zini o'xshamagan o'zi e'tiqodlarning o'zini paydo qiladigan bundaq o'zi narsalar mavjud. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda hozirgi vaqtda davlatlar dunyodagi davlatlarning ham qonun chiqarish nimalarida bundaq bir turkum qonun mutaxassislari birlashib turib chiqardi. Agar shu qonunning o'zi Qur'oni Karimdagi prinsiplarga to'g'ri kelsa, demakki shariat shu bo'ladi degan gap. Uni to'g'ri ijro qilish, adolatni shariat orqali, ya'ni qonun orqali adolatni tiklash ne barpo qilgan bo'ldi degan ma'no chiqadi. Alloh taoloning adolati shu yerda barpo bo'lgan bo'ldi degan gap. Shuning uchun hozirgi vaqtda shariatning nima keragi bor deydigan bunday ko'z qarashlar butunlay xato. To'g'ri qonun Allohning oldidagi shariat shu. To'g'ri qonun. Uni to'g'ri ijro qilish Alloh taoloning adolatini barpo qilganlik bo'ldi xolos. U yerda shariat osmonda tushadigan bir narsa emas, uni insonlar Alloh taoloning Qur'oni Karimda qo'ygan prinsiplarga asoslanib turib tuzaydigan bir qonunni ko'rsatdi Alloh taolo. Shu yuqorqi oyatni o'qidik. Likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja degan shu oyatning o'zimi har bir boy degan qo'shish bir qonunning o'zini tuzgan bo'lsa, u qonun har turli odamlar uchun har xil shaklda ishlaydigan gap. Qonun masalan bosh qonun degan bilan bosh qonunning o'zi balasi yo'q odam qandoq, 2 balasi bor odam qandoq, 3 balasi bor odam qandoq, 5 balasi bor odam qandoq aldıganlık to'g'riliq shu bir bosh elish degan bir narsa o'rtaq bo'lgan bilan uniki ishlamaydigan bolalar ayda oz ko'plikka qarta u boshniki oz ko'p elinishi bundaq farq bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerda buni insonlar Alloh taolo nima deydi degan vaqtda ashini adil barpo qilganlar, shu qonunning o'zini adil o'zi ijro qilganlar, ya'ni Alloh taoloning adolatini ijro nima vujud chiqargan bo'ldi deyapti-da. Shuning uchun bu yerdagi e'tiqodi mazhab bilan qonun jihatdagi mazhablarniki orasidagi farq mana shu. Yani e'tiqodi mazhabimizda hech bir zaman ayrım aqida paydo qilish orqali mazhab shakllantirishga bo'lmaydi. Bu butunlay xato. Qur'oni Karimdagi maqsadi tamoman zid. Ammo shariatda qonun jihatdagi ko'rsa har bir davlat o'ziniki amaliy ahvoliga, ya'ni shu o'ziniki jamiyati, o'ziniki xalqiniki amaliy ahvoli qarta qonun chiqarish bu o'zi Qur'oni Karim yo'l qo'ygan bir yo'l degan gap endi. U faqatla Qur'oni Karimdagi shu nimaga asoslanish lozim? Prinsipga asoslanish lozim. Yani fiqhiy mazhablar, yani sizin kanun deganlari shu fiqhiy mazhab, shundaqmi? He. Qonuniy mazhablar, fiqhiy mazhab bilan aqida mazhablari. Aqida mazhablarida aqidani bilib, Qur'onga qarshi bir aqida chiqarishga bo'lmaydi. Ammo fiqhiy mazhablarda men tushunishimcha hozir sizlar deganlarga asosan o'zimizning amaliy sharoitiga, milliy urf-odatlarimizninki shu Qur'onga zid bo'lmagan holatda o'zimizniki qoida qonunlarni tuzib chiqsak bo'ladi demoqchi. He. Yani bunada nurg'un odamlar var. Misal o'zi İmam Azamning mazhabida deb, lekin İmam Şafii'ning mazhabiga chiqib ketib qolsa kafir bo'ladi deydigan bunday qarashlar bor. Bu qarashlar to'g'riliqmi? O'zi nurg'ulgan kishilarning har xil nimalari bor. Buniki hal qilinadigan tarafi nima degan vaqtda, misol men Turkiyada yashagan bo'lsam, Turkiya hukumatining qonuni bor. Türkiye hükümetinin kanunu Kur'an-ı Kerim'in prensiplerini asas qilib turib tuzilgan qonun bo'lgan bo'lsa, men bu qonunni o'zini Turkiyada yashab turib e'tirof qilmay, boshqa Saudiya Arabistonining qonunini akilish kerak va hokazo deganimning o'zi bu o'zi Qur'oni Karimga zid bo'lgan bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda Turkiya hukumati Turkiya xalqiniki umumiy ahvoliga qarta Qur'oniy prinsipni asas qilib turib tuzgan bo'lsa, u Qur'on, ya'ni Alloh taolo maqsad qilgan qonunni amalga oshirdi degan gap, o'tirib chiqadi degan gap.
uni ijro qilish, yani to'g'ri ijro qilishning o'zi Alloh taolaning adolatini vujudga chiqarganlik bo'ldi degan gap. Men bu Alloh taolaning prinsiplariga asoslanib turib, yani Qur'oni Karimda o'tirib qolgan prinsiplarga asoslanib turib tuzgan bu qonunning o'zini inkor qilib, o'zi ham o'sha yerda yashab turib, boshqa yerdagi bir qonunni akilish kerak deyishning o'zi bu butunlay o'zi Qur'oni Karimdagi maqsadiga, Qur'oni Karimning prinsiplariga qarshi chiqqan bo'laman. Uning uchun u yerda nima bo'ldi desa, davlat meni jazolashga desa, haq bo'lgan bo'ldi u vaqtda. Shuning uchun bu yerda qonunga bo'ysunish deganning o'zida qonun to'g'ri qonun bo'lsa, uning bo'ysunish u o'zi islom dinidagi prinsiplariga to'g'ri bo'ysunganlik bo'ldi degan gap. Yani bu O dini mesele illaki shu sharvoqay hidoyaning o'zini akagan vaqtda ashunga bo'ysungan bo'lib, to'g'ri bo'lgan bo'lib, bo'lmasa Qur'oni Karimning prinsiplariga to'g'ri keladigan qonunlar bo'ysunsa, u xato bo'ladigan, kofir bo'lib ketadigan bunday ishlar asla bo'lmaydi, yani. Oğlandığı devletinin kanunu karta aşında buldu değil. Mesela bu Türkiye'de bu bir layık devlet hem için din devlet idare kılmaydı. Hem de hazır başka devletlerde mesela nimede Afganistan'dayız başka devletlerde şu şeriat İslam dini yani sıbayetini digendek aşında dini nimede devletin başkuruştan bakımından bir şey ediliyordu çok. Evet. Ama Türkiye'nin üzerinde mesela Şafii mezhebi var. O bu ağırlıklı Kürtlerin yaşayan tarafları. Ondaki Ebu Hanife mezhebi iştihat kıldıklarında cekra kıldığı mesela Şafii mezhebinde ben tehret edip ayağımla kolunu tikip kessem onu da tehret sunudu. Ama bu Hanife'nin mezhebinde bu bombaydı. Öyle sunup ketmeyin düşün. Ben namazımı okumasın bula vardı. Diyen de düşün. Ama şey hakkında kalması da bakın peyda olup kalmasın diyemem ama dini mezhep Doğru. bu Hem de Türkiye'de bu o'tganki darsda biz shu Qur'oni Karimdagi nimalarning o'zini bir qancha bo'lib bayon qilgan. Uning ichida masalan qonun degan vaqtda davlat qonuni, masalan loyiqlik Turkiyaniki loyiq bir qonun aslida tuzumi, loyiq tuzum. Endi Qur'oncha degan vaqtda Qur'on asli loyiq tuzum. Bu Qur'on. Lakum dinukum valiyadin degan e'tiqodning ustiga qurilgan bir tuzum bu. Hamma odam diniy e'tiqodi o'ziga degan bir tuzum bo'lganligi uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Qur'oni Karimdagi nimasiga asosan, shu prinsipga asosan bu ibodat sohasida qonunning o'zi ibodat sohasidagi o'zi nimaning o'zi ibodatniki masalan ibodat bergan javoblar deymiz. Buning o'zini qonunga, davlatning qonuniga kirdirish xato aslida. Bu jinoiy ishlar qonuni deymiz, boj qonuni deymiz, siyosiy qonun deymiz, masalan, ekologiya qonuni deymiz, har xil qonunlar bo'ldi. Buning ichiga bu o'zi ibodatning o'zini qonun qilib kirdirish bu xato. Bu ibodat ayrim bir narsa, e'tiqod va ibodat ayrim bir narsa. Bu dinniki ayrim bir qismi. Uning uchun buni o'zi boshqa kitoblarni o'rganish lozim, ammo davlatning qonunining ichida bunday narsaning bo'lishi bu butunlay xato degan gap. Eğer undaq narsa o'qib qolsa, Qur'on namozni o'qish, ro'za tutib bundaq narsani, uning qoidalari o qonunning ichiga kirib qolgan vaqtda, u lakum dinukum valiyadin degan oyat tamoman amaldan qolgan bo'ldi. U vaqtda davlatning ichida har xil diniy e'tiqoddagi insonlar bo'ldi. O insonlarga o namozni, ro'zni, o qonun qilib kirdirishning o'zi, o Qur'oni Karimdagi o har bir odamniki dini o'ziga degan o prinsipga to'g'ri kelmaydi degan gap. Shuning uchun bu namaz, roza, ana o'zi e'tiqod sohasidagi narsaning hammasi shu e'tiqodga tava bo'lgan insonlarga berildi. Shu odamlar o'zi shaxsiy yoki o'zi kollektiv holatda uni o'zi qabul qilib shu sohada muzokara qilib bo'ladi, ammo davlatning qonun sohasida qonunning ichiga kirib turib uni hal qilish butunlay xato degan gap. Bu yerda shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda davlatning qonunning ichiga kirib turib namoz o'qimayotdi, odam jazolab berdi davlatga misol. Odam o'zi iymon etmadi, kofir bo'lib ketdi yoki musulmon murtad bo'lib ketdi deb o'tirib uni jazolab berdi deyish, u davlatning qonunining ichiga kirdirilsa, butunlay o'zi davlat xato qonunni qabul qilgan bo'ldi degan gap. U
Qur'oni Karimdagi shu loyih nimasiga prinsipiga butunlay to'g'ri kelmaydi. Nima uchun degan vaqtda bir odam islomni qabul qilib, bugun qabul qilgan bo'lsa, ertasi o'zi bo'ldi, men buni yoqtirmay qoldim deb chiqib ketishmi o'zi nimasi erkinligi bo'lishi kerak. Xohlagan odam kira oladigan, xohlagan odam chiqib keta oladigan darajadagi bundoq bir erkinlik bo'lishi kerak. Bir odamga yoki bir dinga hujum qilmagan, uni haqoratlagan shart ostida erkin fikr qila oladigan bundoq bir holat Qur'oni Karimdagi prinsip bo'yicha bundoq bir erkinlik berilishi kerak. Bu hammasi nimada berildi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi shu loyih bir o'zi tuzumni o'tirib qo'ygan bir din o'g'ashqa unida xohlagan odam o'zi men musulmon deya oladigan, xohlagan odam men kofir deya oladigan, kofir degan insonmi o'zi erkin yashay oladigan, men musulmon degan odam uchun erkin yashay oladigan, birovning diniy e'tiqodiga hujum qilmaydigan bir holatni shakllantirish bu Qur'oni Karimdagi tub maqsadi degan gap. Unun eshitdimi, uniki boshqa kirib ketdimi, u vaqtda Qur'oni Karimdagi bir millat yoki bir qavm bir millat yana bir millatning o'zini andaq nima qilmasin, Masxar qilmasin. masxar qilmasin, la yasar qavmun an qavmin ma, shunaqa oyatku. Masxar qilmasin. Wala tasubbu lazina yad'una min dunillahi degan oyatlar bor. Masalan, Alloh ishonmaydigan odamlarning o'zini Alloh ishonmaslik tarafini bano qilish orqali uningga dashnam qiladigan, uni haqorat qiladigan bunday ishlarni qilmang deydi Alloh taolo. Demak, bu yer nima degan vaqtda e'tiqod va ibodat Alloh va bandaning o'rtasidagi ish o'g'ashqa uni sotqa so'rab chiqish, uni qonun, jamiyatdagi qonunni o'rtasiga akirishning o'zi u Allohning huquqini tortib olib, insonlar men qilaman mani deb o'tirib akirib olganlik bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda diniy e'tiqod masalasiga kelgan vaqtda ibodat masalasiga kelgan vaqtda hech qanday bir odam yana bir odamni zo'rlash va hech qanday bir odam yana bir odamning o'zini ayiblash, haqoratlash huquqiga ega emas. Agar shunday qilsa, Qur'oni Karimdagi shu oyatiga asosan Allohning oldida ham jinoyat ishlagan bo'ladi, ham u davlatlarning orasidami inson haqlariga tajovuz qilgan bo'lib, u jinoyatchi bo'lgan bo'ldi. Qur'onda zaten shuning o'zi inson haqlariga tajovuz qilgan bo'ldi Qur'ondagi buyruq bo'yicha aytgan vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda insonlarga dinni zo'rlash, masalan, zo'rlab o'zi diniga kirdirish, qo'rqitib diniga kirdirish, bu ishlarning hammasi nima degan vaqtda Qur'oni Karim cheklagan narsa degan gap. Bu yerda mana qonunchi degan vaqtda qonun jamiyatdan, insoniyat jamiyatida bo'ladigan ishlar qarta chiqariladigan narsa boshqa, buningga o'zi qarshi turish insoniyat jamiyatini o'zi buzg'unchilik uchirtish, insonlarni ziyonga uchirtishdan iborat bunday bir narsaga olib keladigan bo'lg'ashqa, uning o'zini jazolash ishlariga Alloh taolo yo'l qo'ygan. Agar u odam jazolamasa, u yerda boshqa nurg'un insonlarga zarar beradi. Ham u odam agar Allohga ishonmasa yoki ishonsa, u Allohga hech qanday foyda yoki zarar berolmaydi. Allah'ın inkar qilsa Allohga hech qanday zarar berolmaydi. Uni kashf e'tirof qilib ketsimi, u Allohga hech qanday foyda bermaydi. U foyda ziyon faqat qiyomat kuni Allohning oldigan savobga qarta bo'ladi. Ammo undan boshqa jamiyatdagi ijtimoiy tuzumlar kelgan vaqtda boy deganga o'xshash bir odam yana bir odamni nima qilsa musulmon bo'lmasa, musulmon emas ekansa, voy kofir, andaq mandaq desa, u nima degan bo'lsa, Alloh taoloning ash yuqori degan, siz boshqa o'zi odamlarning o'zini dashnam qilmanglar, hamma odamning dini o'ziga, u din degan mening va sizlarning orangdagi ish, men uning jazosini o'zim beraman degan o'zi bu huquqning o'zini talashib Alloh taolodan o'zi Allohning huquqiga tajovuz qilgan bo'ldi odam. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda ibodat bilan e'tiqod sohasidagi narsalarning o'zini davlat qonunining ichiga kirish bu butunlay xato. Qonun yozgan narsa nima degan vaqtda butun insonlar qos diniga e'tiqod qilmaydi, o'zining shaxsiy ishi degan o'zi prinsipni o'tirib qo'yish u davlatniki eng to'g'ri prinsip degan. Qur'oni Karimda o'tirib qo'ygan prinsip endi bu. Shu o'zi qaraganda masalan Taliban deydi, hozir Taliban hokimiyat ustida nimada?
Afganistan'da. Mesela o kızlarınki okuşunu çekilgen işi var. Hatta başka teşkilatlar var Afrika'da çok. Ayağlar, kızlar mektepte Hı. iş olmaydı. Nurhun oruçlar çıktı ve netçim adamlar üleyelim. Hatta Boko Haram ismini desek mesela çok Wikipedia'da mezmunlar kardım ben. Netçimden adam üleyelim gelmiş. Şu kızlarınki okuşup başvurulan bir teşkilat biken. En yanlık fikirlengenimiz için. Ama bayrak çıkarsak La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah Resul Muhammed hep öyle tanrısı var. Muhammed Aleyhisselam'ın. Aşı bayrak almışı. Bunu köygenler hep nimet ediyorlar desem bu İslam şeriatine yakılması kanunu İslam kanunu ortaya çıkardı. Yani Kur'an bu işini de oynaydı. Ama lakin Kur'an'ı karışsak adabilesi yok. Değil mi ya? Yani Elbette. halk yüzü işini atkan dinini yaxşı öğreniş gerek. Doğru. Yüzümüz işlengen dinini yaxşı öğrengen yani onun asası onunki şu birden bir mənbəsinin Kur'an ekenligini bilip Kur'an'ı düşünüp okugan çağda Kur'an bizge bir meşal buludu, bir küzümüzge takımı nur buludu. Doğru hatanı tarafından duradigan Furqan ayırıydıgan. Hikmetli kulumuzda unutman bulunuz. Bu çağda ulanırken Kur'an sırtı bir nimetkenlikini okuyamayız. Şolaşka halkımızda biz bir yerde baş duymak seferimiz şu Kur'an'a asas kilişke, Kur'an'a düşünüp okuşta karata, bu mesela her xil mezhep uruşları çıkıp, mesela bizimizin arasında bazıları mesela ziyali, onun ki dini de çünkü da ayrım olduğuna lazım şu. Hı. Onun ki Selahattin Hazretleri Hayalim of lachend gezicht met bu cemaat tepçi birbirine adamlarını öldürdüğün, yakımız uruşduğun, bana beyat kılmadın da karış tarafınki kaynını alansalaydıgan, ayda işler bağımdı şu. Hı. Şuda Doğru. şolaşka biz Kur'an'ı asas kılgan vaktimizde mezhepni emas. Emdelik mezhepme bütünlüğü hata emas, lekin mezhepçilik kılıp birbirimizni öldürüş, yakımızı karış tarafını murtad, karış tarafını zindiq, findiq depçi. Hı. Onu nima qilib ko'rgan yerida yuziga tükürünlar depçi. Onu tashviq Hı. qilishni o'zimcha Qur'onga to'g'ri kelmaydigan bir nima deb tushunsak bo'ladimi? Doğru. Kur'an doğru. Kur'an tamamen çekilgen nerse misal. Hı. O halkı başka adamınki bu yerde iman barısında femen şa'a fel yu'min ve men şa'a fel yekfur diyen ayetin aksında inna a'tadna lizzalimin naren ehate bihim suradiqa diyen ayet var. Yani halka Hı. adam İslam'a işensin, halka adam işenmesin. O yüzden ihtiyar diyen gap. İşenmeyen adamını biz kıyamet günüsü azaplayımız dedi Allah Teala. Yani şu azaplıktan kurtulma desen işen diyen gap. Bu kalsan işenme. Ama o yerdeki cezanı kim verdi ki diye vakitte Allah Teala ben özen verme diyecek. Yani bunun ne mi diye vakitte namaz okumayan adamdaki cezasını devlet yoki jamoat yoki imom mezillar yoki mollamlarning berishi butunlay xato degan gap. Uni namoz o'qimagan odam jazosini qiyomatda Alloh berdi. Ro'za tutmagan Hı. odamning jazosini qiyomatda Alloh taolo berdi misol. Bu islomni qabul qilmagan odamning jazosini Alloh taolo o'zi berdi. Ammo u jazoni insonlar Allohdan talashish, Alloh taoloning u huquqiga tajovuz qilish bu insonlar uchun jinoyat degan gap. Shuning uchun dunyoda İtiqadi erkinlik yani Kur'an-ı Kerim en çok özü oturup koygan prensipinin birisi şu. İtiqadi erkinlik ve söz erkinliği. Hı. Bir adam İslam'ı kabul kılalaydıgan, o eğer kallısını ötküzemeye kalsa çık kete alaydıgan. Bunda haletti ki bir işik yani uçuk buluş gerek. Ama şundak boğa vaxtda insanlar halığa vaxtda kirip o Kur'an-ı Kerim'ni okup, onundaki hakikatini düşünüp, onundaki öz ihtiyarlığı bilen o İslam'ı kabul kılgan vaxtda o sap Müslüman bolalaydı. Eğer bir adamı korkutucu bilen, ya bir adamdaki özü onu heyvi kılışı bilen, ya ki özü ahiretteki azaplarını onunla tasvirleş arkalı korkutup özü manevi cihetini korkutucu bilen İslam'ı kabul kıldırsa, o adam öz sap Müslüman bastığında hain bulduğun gel.
Shuning uchun inson sap musulmon bo'lish uchun uningda bir erkinlik bo'lishi kerak. U nihoyat yaxshi o'qib, tushunib, undan keyin u islomni qabul qilish kerak. Hozir misol Yevropada islomni, ya'ni g'arb davlatlarida islomni qabul qilayotganlar bu rivoyatlarni yoki bo'lmasa shu fiqhni ko'rib islom qabul qilgan odamni ko'rmadik biz. Anglamadik hattoki. Hammasi Qur'oni Karimni o'qib, shundoq o'zi tushunib, oxirsida andakin ha deb kallasidan o'tgandan keyin andiki islomni qabul qiliqliq. Her professor, doktorni qabul qiliqliq. O butlay qabul qilish sabab nima degan vaqtda Qur'onni erkin o'qiy oladi odamlar. Erkin o'qib, o taxtashga qo'ymasa olmaydi. Men Qur'onni o'zi kofir tutib bo'lmaydi deb cheklama qo'yib olmagandan keyin o erkin ani o'zini tutib, uni o'qish fursatiga ega bo'la olgan bo'lg'achqa, o odamlardan keyin o'qib ko'rib, to'xtabdi, bu to'g'ri ekan-jimi deb islomni qabul qiliqliq. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bundaq islomni qabul qilgan odamlar nihoyat o'zi to'g'ri qabul qilgan bo'ladi, ham saxtpaz emas, saxtpaz musulmon bo'lmaydi. Chunki ichidagi narsani hammasini yaxshi o'qib, uningdagi o'zi qabul qilgandan keyin haqiqiy saf musulmon bo'ldi degan gap. Ammo u yerda qo'rqitib turib musulmon qilishga degan vaqtda burungi zamondagi qilishning zo'rligi bilan andaq o'zi qilgan vaqtda u insonlardagi keyin o davlatga, hokimiyatga, ya'ni boshqa musulmonlarga xiyonat qilgan xoin bo'lib chiqadigan gap. Bizniki vatanda misol biz bu vaqtda bo'layotgan ishlarni shu imom Mayzilini kichik vaqtdan boshlab ayndaq ota-onasi tayoqni zo'ri bilan deganda u vaqt boshqa maktabga borolmagandan keyin ayndaq yurib qori qilib mo'llik qilgan insonlar. O qalbiga shu iymon kirmagan 190% qalbiga iymon kirmaganligi uchun meshitni mihrab turib aşağıdaki insanların içinde jürüge ba, Xitayning aqsini anchamuncha gap qo'ygan odamni imom Mayzilni sotadigan gap shu yerda. Xoinning eng birinchisi shu vaqtda mollali edi. Chunki shu jamoatning orasida qarab turdi, butun jamoat imom qarab turdi, imom jamoat bunda qarg'andan keyin uning ichida mandaq jurigi va yoki qo'rqmay turib imomdan mandaq deb so'ray oladigan, shu jamoatlar 4 og'iz gap qiladigan odamlar bo'lsa, saqchiga chaqiradigan ishni shu molla qildigan gap shu vaqtda. Demak, bu yergi narsa nima desa, islomni haqiqiy tushunmagandan keyin u qalbida u islomniki qanday bir narsa ekanligi, uniki meyve bermagandan keyin uniki qalbiga shuni u odam qana qildi desa, u islomning u dinning o'zini setib qashlaydigan, boshqalar uchun xizmat qildiganga o'zi vosita qildigan, u boshqalarga insonni sassimi gunoh bo'ldigan, undaq ishlarning o'zini his qilmaydigan bundaq odamlar paydo bo'lib ketgan gap. Shuni bilan bu millat ashuna bo'lib vayron bo'ldigan gap. Shunga Alloh taolaning bu yerda da'vat qilgan nima degan vaqtda bu islomni qabul qilish faqat erkinlik bo'lish kerak. U odam yaxshi o'qib o'zi, undan keyin uni tushunib, deb kallasidan o'tgan vaqtda ishonish kerak. Kallasidan o'tmagan yani so'rash kerak u mutlaqo. Masalan o'zi ba'zi Qur'oni Karimda İbrahim alayhissalomga kayfa tuhyil mauta degan oyat va misol, sen o'likni qanday tirgizsa, mana ashuna o'zini qilgan degan vaqtda avalam tu'min deydi Alloh taolo. Sen de ishonmaganmiding desa, balo deydi İbrahim alayhissalom. Ishonmamdigan, albatta ishonma. Valakin liyatma'inna qalbi. Lekin meni ko'nglim orom tepish kerak deydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o bir odamning og'zini anglagan yoki kitob o'qigan narsaga ko'ngli qanoat qilmoqchilik, u odam o'zi islomni qabul qilib olishi, uniki o'zining xatoligi degan gap. Ko'ngli qanoat qilmay turib, shu rasmiy kallasidan to'liq o'tmay turib, men musulmon bo'ldim deyishning o'zimi yana xatolik yana bu tarafdan aytgan vaqtda. U odam har narsani kallasidan to'liq o'tkazib, mandaq ekan-jimo deb, uningdek islomni qabul qilgan vaqtda u o'zi boshqa insonlarga insondek muomala qila oladi. Allah'ını tanıgan vaqtda u odam haqiqatan Qur'oni Karimni tanishgandek taniy oladi. Qur'oni Karimdagi amr farmonlarga to'liq o'zi nima qila oladi, amal qila oladi degan gap. Saxtpaz bo'lmaydi degan gap bunday odamda. Sizlarning kameralar itilib qolgan o'xshaydi, qarab baqsizlar. Oxirgi mazmunga qo'shimcha bir nima qilay? Agar diniy ibadetler ve etikatlarınki erkinlikle boğulgan havalasıda o toplum içinde münafıklık, görünüşü başka, içi başka, detişi başka ahval şekillenip kalır. O çağda toplumunki zarar uçuruşu, ziyan tartışı, tehma
ig'irlab kutilanlar. Bu bir endi aqllarga oyon bir ish. Faqat yani bir savolim endi abiyatin sizlar har mamlakat, har rayon o'zi turayotgan davlatningki qonunini agar shariatda ya'ni islomga uyg'unli bo'lgan bo'lsa, shuning bo'ysunish taklifini ba'lab mushiningdan chiqish qilib turib, tarixda podshoning amri vojib deydigan ko'z qarashlarni bozorga silib, hokimiyat uchun xizmat qilganlarningki hikoyalarini anglaganimda. Bununla nisbeten bir izohlash lozim bo'ldi deb qaradim bo'lsa. Albatta. Yani bu padişahlık emriga itoat qilish vojib degan so'zning o'zi bu yerda albatta bu halqi podshohli bo'lsa, u bizni besib olgan, bizga zulm qilayotgan podshoh bo'lsa-mu, uniki emriga itoat qilish vojib degan gap chiqmaydi. Bu yerda Alloh taolo bu yerda o'tirib qo'ygan narsa nima degan vaqtda adil podshoh. Qur'oni Karim prinsiplariga to'g'ri keladigan qonunning o'zini ijro qilayotgan bo'lsa, u adil podshohning o'ziga bo'ysunish u vojib bo'lgan gap. Agar u Qur'oni Karim nurg'un yerda bor bunday narsalar, misol nima Musa alayhissalom Fir'avnga nima uchun qarshi chiqdi? Fir'avn Bani Isroil avlodlarining o'zini o'ldirib, uning zulm qilganligi uchun Musa alayhissalom jamoat bilan qo'shilib, uning qarshi chiqib, u yerdan chiqib ketdi misol. Demek bu yerdeki neyse aniqliki, yani zalim karşı duruş o Kur'an-ı Kerim belgilegen yeni bir prensip. Zalim bolsa onun itaat kılsa deydigan gap yok. Bu yerde halkni kıldığı aşı neyme degan vaqtda devletin içinde aş padişah hakimiyetinin özü davamlı zulüm taraf ketayotgan bolsa, onunğa to'g'ri usul bilan aşı zulümning özünü qaldırış uchun yordamlashish, yani her xil usulda. Ya söz bilan ya bo'lmaydi, onun halqi to'g'ri yo'linish bilan qarshilik ko'rsatish bundaq nima prinsipini qo'llanish orqali degandek hozir jiqqi bundaq ishlar. Bundaq orqali davlatni shu indakka keltirib, mana ma ishni qilsang bo'lmaydi deb davlatni qonun to'g'ri ijro qilish, to'g'ri o'zi qonun chiqarishga undash va uning o'zini shuni majburlash xalqning ishi degan gap. Shu Qur'oni Karimda nimaning o'zini davlatning raisini o bir adam özü men reis olaman deb o'tirib chiqish xato. O davlatning raisini xalq saylaydi. Qur'onda omonatni ahliga bering degan ibora bor. Bu omonat degan nurg'un narsaga ma'no. Masalan, bir odam birisiga binas olib berishni qilgan bo'lsa, u omonat bo'ladi. Xalqniki davlatniki raisni saylashdan iborat. Ya'ni davlatning xalqning qo'lida saylashdan iborat bir narsa bor, bir o'zi huquq bor. Ash huquqni amal nima ish qilish orqali to'g'ri odamni saylash bu o'zi bir vazifa. Demak, xalq u yerda davlatni boshqarayotgan odamlarni har jihatdan o'zi to'g'ri boshqarishga qistash orqali davlatni to'g'ri etmayish xalqning ham vazifasi degan gap. Ko'zni yumib bo'ldi podshohga bo'ysunsak bo'ladi deb lekin u yerda o'tiraverish xato. Bunun için Kur'an-ı Kerim nurg'u yerda podshohlik qarshi turgan ahvollar tasvirlandi. Bu nima uchun degan vaqtda podshoh zolim. Zolim podshohlikka qarshi turish u bir vazifa. Ya'ni Qur'oni Kerim adolatni barpo qilish orqali barobarlikni vujudga chiqarish. Qur'oni Kerimning maqsadi bu. Agar u yer zulm bo'lsa, zulm degan barobarlikni yo'q qilish degan gap. Qur'oni Kerimning tub maqsadiga tamoman zid keladi degan gap. Shuning uchun zulm bayanın o'zida yoki xalq u yerda davlatni vayron qilayotgan shart ostida agar o'zi vayron qilishga bo'lmaydigan bo'lsa, agar vayron qilishga tegishli bo'lsa, davlatni vayron qilish bedligi bo'lsa-mu, u yerda o'zi nima qilish kerak? Adolatni tiklash kerak. Masalan, bizni vatanda misol olsak, vatanda Xitoy hokimiyati irqiy qirg'inchilik qilyapti. U bizning vatan Xitoy besib olgan bir tuproq. Bundaq bir shart asında bunun qarşı turuş bizniki tüp maqsadimiz. Biz adolatni Xitoy orqali emas, u vatanni qutqizish bilan, vatanni mustaqil qilish bilan o'zimiz qonun tuzash orqali o'zi u yerga adolatni o'zimiz tiklashimiz kerak. Xitoyning adolatini bizga kerak yo'q. Chunki biz ayrim davlat bo'lib kelgan bir millat, u vaqtda biz Xitoyga o'zi Xitoy hokimiyatiga yoki Xitoyniki o'zi davlat ma'murlariga bo'ysunishning o'zi yana bu vojib deb o'tirib millatni nimaga
Xitoy hokimiyatiga bo'ysundirib berish bu butunlay o'zi to'g'ri kelmaydi degan gap. Ammo u yerdagi yana bir narsa bor. Yana bizniki kuchimiz yetmaydigan, biz o'zimiz hozir emas vaqtning o'zida bunda davlatga bo'ysunsak bo'lmaydi ekan deb lekin xalqni yetaklab chiqib, u yerda millatni vayron qilayotgan ish bo'lsa, u bo'lmaydi. U yerda hamma narsa tartib bilan shu narsani o'z yo'li bilan eng yaxshisi qon to'kmagan shart asosida hal qilish bu eng yaxshi ish. Chora bo'lmagan vaqtda u vaqtda qon to'kadigan gap. Amalning berish qon to'kmay hal qilish bu Qur'oni Karim talab qilgan narsa. Eng oxirgi chora Qur'on bilan hal qilish misol. Shuning uchun bu yerdagi bizda bunday ishlar jiq bo'ldi. Bu hokimiyat nimalqi kafir hokimiyat bunun qarshi tursak bo'lmaydi deb lekin o'tirib chiqib pichoq chado bilan misol ish qilgan odamlar bor. Bu to'g'ri narsa emas. Bu Qur'oni Karimdagi A'iddu lakum mastata'tum min quvva degan oyatdagi prinsiplar tamamen zid. Biz o'z kafirlar bilan o'zimizning dushmaniga taqobil turish uchun unga yetarli holatda ilm, yetarli holat seviye, yani her cihetten asker cihetten olsun, her cihetten onunla bizdeki tayyorligimiz bo'lishi kerak. Tayyorligimiz bo'lmay turib lekin u yerda buni qarshi chiqsak bo'lmaydi ekan deb lekin bir tal oyat tutib lekin o'tirib chado pichoqni ko'tarib chiqsak, u yerda o'zimiz yoki nurg'un odamni agashtirgan bo'lsak, u agashtirgan odamimizning o'zini ham halok qilgan bo'lamiz. Shunga bu kurashning o'zida uningga layoqatli bo'lish kerak. Ya'ni o'zalqi qilayotgan odamniki, ya'ni bosh bo'lgan, rais bo'lgan odamniki kurash qila oladigan shu o'zining dushmaniga qarshi kurash qila oladigan irodasi va bilimi uning loyiq bo'lishi kerak. Ikkinchidan o'zi uning iqtisod jihatdan va askariy jihatdan tayyorlik bo'lishi kerak. Uningdan o'zi shu urushni qildigan makon va zamonni to'g'ri tanlash kerak. Agar o'zi bunday shartlarning o'zini to'g'ri qila olmasa, u vaqtda üzüm pişmay turib ochiq narsani yeb olgandek, g'o'rni yeb olgandek bo'lgan gap. O'rib pishmagan o'rni yeb olgandek o'zi bo'lib qolgan gapda, shuni ziyonni o'zi tortilgan gap. Shuning uchun har narsaniki o'rni va vaqti va uning tayyorlagan shart-sharoitlar hammasi to'g'ri bo'lgan vaqtda bo'lgan gap. Qur'onda o'zalqi "Vashavirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal alalloh" degan oyatlar bor. Etrafındaki adamlar məsləhətləşib, həmin işini pişirib, hər işin özünü toğru aşı qısaq boldu degan kelgan vaqtda onun degan Allah Taala təvəkkül qilib işni başlasa, vallahu yuhibbul mutawakkilin deydi axırda aşniki. Allah aşındaq təvəkkül qilgan adamni yaxşı görür deydi. Hiç işdən iş yo'q, o işinin özünü qismzada amalga oshmaydiganligini o'zimi va atrofidagi odamni 100% bildigan turug'ligin o'zini parvondek o'tqa urush bu butunlay o'zini halok qilganlik, o odamning o'zini mujohidligiga bo'lmaydigan odamlar. Misol, o jihad qilganni hisob kirmaydi. O insonlarni o'zini halok qilgan insonlar qatoriga kiradi. Shunga misol Yusuf alayhissalomniki voqealigini misolga olsak bo'ladi buningda. Yusuf alayhissalom o'zi payg'ambar bo'lsa-mu, Misrning podshosiga o'zi g'alaba qilgan bir sharoit kelgach orliqda ashning so'ziga bo'ysunib, shuniki o'z amrida ish qilgan. Toki eng oxirgi nishonga yetkichilik sabr qilib, eng oxirgi nishonga yetdi misol. Xuddi shunga o'xshash bu yerga narsa nima deydi? Fursat degan bir narsa bor, shart sharoit degan narsa bor. Ash narsalarning hammasini hozirlamay turib, uni o'zi uningga tirishmay turib, andakin bir kundalik chiqib lekin mana kafirlikka buni bo'ysunsak bo'lmaydi deb o'tirib chiqib lekin bir qo'tan odamning o'zini o'limga tutib berish bu butunlay o'zi millatga xiyonat qilganlik deb hisoblandi. Shunga Qur'oni Karimda layoqatni, misol bir ishning beshiga kelgan odam qarta layoqatning o'zini nim qiladi, surishti qiladi. Layoqat deganning o'zi bir odam bir tashkilotni qurib vatanni ozod qilish uchun bir tashkilot qurgan bo'lsa, o tashkilotni qurgan odam vatanni ozod qila olgan bir irodaga va ilmga ega bo'lish kerak bu odam. Xalqni to'g'ri yetaklab, shu vatanni ozod qila olgan yo'lga to'g'ri ma'nolaydigan bo'lish kerak. Shu vaqtning o'zi bo'lgan narsa u.
Bo'lmasa o'tirib chiqib lekin bir mollamning o'zi qala Nabiy alayhissalom yoki bo'lmay qalallohu taolo deb lekin jihad oyatini o'qib lekin hurriya deb lekin o'zi chiqsa, u vaqtda hech qanday ish bitmaydi. O'zim halok bo'ladi va boshqa insonlarni halok qilgan gap. U vaqtda u odam jihad qilganlik hisoblanmaydi, jinoyat ishlaganlik hisoblanadi. Allohning oldida va xalqning oldida jinoyatchi bo'ldi degan. Xo'sh. Bu gap toza ig'ir ketgan bo'ldi-da ba'zi qarindoshlarimizga ham. Hay Alloh. Ahmadjon bor Shunga tushgan savol bilasizmi? shunga bu hokimiyatga bo'ysunsak bo'lamdi degan savolniki javobi qisqa vaqtida adil hokimiyat. Yani hamma odamniki barobarligini ta'minlaydigan, hamma odam adil o'zi hukm ijro qiladigan bundaq hokimiyat bo'lsa, Qur'oni Karimning shu prinsiplariga uyg'un keladigan bu vaqtda uningga o'zi bo'ysunish lozim degan gap. Agar u adolat bo'lmay u yerda xalqqa o'zi zulm paydo qiladigan bo'lsa, u amalni beri shu zulmni yo'qotadigan tarafning o'zini ashadagi xalq hokimiyatga bir o'zi bir xil usul bilan qarshi turish orqali hokimiyatning shu zulm qilish tarafining o'zini amaldan qoldirish kerak. Agar amaldan qoldirmay bizni qo'limizdan nima keldi deb yozsa, u xalqning o'zi jinoyatchi bo'ldi degan gap bu yerda. Shuning uchun har qanday odam shu bilmagan narsaningki dushmani deb o'zimiz musulmon turib islomni shuar qilib turib Qur'onimiz qo'limizda bor deb turib yenicha shu Qur'onni yaxshi bilmagan vaqtimizda oxiri biz shu Qur'onga xilof bo'lgan ishlarni qilish orqali islomning sha'niga dog' tekizadigan ishni qilib solamiz. Shuningga bir tasbih ish bo'lmagandan keyin zodi Qur'oni Karimningki ba'zi tarjimalar xato bo'lgan taqdirda lekin Qur'onni to'liq o'qib, tushunib o'qishga shuni o'zimizga odat qilib o'zimizning ishlayotgan bir dinini aqida jihatlardan bo'lsin, mayli fiqhiy jihatlardan bo'lsin, uning yomon jiq bir hukmi yo'q hamda bu jihatdagi oyat yig'ib kelsinmi 500 tal oyatga bor yoki bormaydi. Ammo lekin shu Qur'ondagi barliq oyatlarni, suralarni bir-biridan qanday bog'lanishi va uningki ma'nolari to'g'ri qanday tushungan chog'da undan keyin to'g'ri ishni to'g'ri qilib bo'ladi, to'g'ri shaklda. Bularga foydasi bor deb tushunamiz hamda shuni tavsiya qilamiz hamda qarindoshlarga. Boshqa bir maqsadimiz yo'q hamda. Shu ashunda xalqi o'zining sharoitini, o'zini kurash qiladigan yerini, masalan, bayt dedikda, makon va zamon dedikda, buni to'g'ri tanlamagandan keyin, to'g'ri o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan bo'yicha qilmagandan keyin u ziyon u odamning bo'ldigan gap, boshqa odam bo'ldigan gap. Masalan, bizning qarindoshlarimiz necha ming kilometr yo'lni besib, o'zimizning vatanni tashlab o'tib, o'zimizning dushmanni ayirib qarib qo'yib, dushmanni to'g'ri tanlamaganligi uchun boshqa yerga kelib, boshqa o'zimizga hech aloqasi yo'q. Do'st dushmanlik nemisida hech qanday aloqasi yo'q. Bir yerga kelib, bekor turib bir dushman bo'lmagan insonlar qarta o'q etib, nurg'un qarindoshlarimizning o'lib ketganligi bilan mustabab. Bu xato bir o'lim degan gap. Bu jihad emas bu. Bu o'zi to'g'ri inqilob emas degan gap. Shuning uchun halqi o'ziniki dushmanni ham to'g'ri tanish kerak. Undan keyin o'zi o dushmanga qarshi kurash qilishdimi ham shart sharoit deymiz, vaqt va zaman va makon deymiz. Bu narsalarning hammasini to'g'ri o'zi mo'ljallash kerak. Dushmanni to'g'ri o'zi tanish kerak. Dushman to'g'ri tanigan vaqtda nima bo'ldi desa, o dushmanning kuchi qanchalik, bizning kuchimiz qanchalik, buni tortib hammaning o'zini to'g'ri tanish, to'g'ri o'zi mo'ljallagan vaqtda andaki o inqilobning o'zini to'g'ri qila oladi degan gap. O 4 odam o'tirib chiqib, Allohu akbar deb o'tirib chiqish bilan u ish hal bo'lgan bundaq narsa yo'q dunyoda. Tarixdan buyon zaten bundaq narsa bo'lib boqmagan. Shunga o'zimizniki ishga kelgan vaqtda, masalan, mustaqillik ishlarimiz kelgan vaqtda o'zimizniki dushmani kim? O'zimizning davlat nerede? O'zimiz hozir qanday ishni qila olamiz?
düşmanımızın kuchi qayerdan qayerga kechilik, bizning kuchimiz qayerdan qayerga kechilik. Bundaq narsani hammasini to'g'ri o'zi tushunishimiz lozim. Düşmanning ojizlashini o'zimizni qanday qilsak kuchlantiramiz, shuning o'zini ashuna qarta yo'l mengishimiz lozim. Bir kun emas, bir kunisi zaten bu o'zimizni dushman kuch yetadigan bir holat shakllandi. Shu vaqtning o'zida bu ishni qildigan gap. Bo'lmasa hech qanday ishdan ish yo'q. Undan keyin besh batma odamni o'limiga tutib berish, o'lishiga sabab bo'lish o'xshash bundaq ishlarni qilish bu jihad hisoblanmaydi, ham jinoyat hisoblanadi bundaq narsalar. Masalan, Qur'ondagi ba'zi oyatlar bormi-chu? Shu urush to'g'riliq, jihad to'g'riliq, necha ming farishtalar tushib yordam qilganlikni to'g'riliq mana shunday qilamiz qilgan e'tiqodimiz bizda mustahkam bo'lsa ham, Allohga bo'lgan ishonchimiz 100% bo'lsa, Alloh bizga osmondan farishtalarni tushirib yordam qilib turdi deydigan. Bu to'g'rimi bu? Endi tarixda misol Payg'ambar alayhisalom misol olsak, Payg'ambar alayhisalom zamonasida hech qanday bir farishta tushib Payg'ambar alayhisalomga va shu vaqtdagi musulmonlarga yordam qilgani yo'q. Aşağı 3000 periş düşürsek yeterlik bo'lamdi, 5000 periş düşürsek yeterlik bo'lamdi degan oyatning oxirisida aşu liyatma'inna degan ibora bor. Sizlarniki ko'nglingiz xotirjam bo'lsin uchun shuni qildik deydi Alloh taolo. Bu nima degan gap degan vaqtda osmondan biz perish tushirmadik degan gap. Demak, payg'ambarning zamonida payg'ambar urush qatnashgan bir zamonning o'zida Alloh taolo perishni tushirib, payg'ambar boshchiligidagi musulmonlarga yordam qilgan emas. Bu nimani bildirib desa, insonlar o'z iqtidori va o'z kuchiga tayanishni bildirdi. Uning uchun Alloh taolo Qur'onda "A'iddu lakum mastata'tum min quwwa" deydi. Ash dushman kuchini yetgidek holatda siz kuch tayyorlang deydi. Agar biz musulmon bo'lib qo'ysak, qolgan kuchning o'zini Alloh taolo tayyorlab bergan ish bo'lsa, bu gapni Alloh taolo bizga demaydi. Shuning uchun bu yer tayyorlik qilish hamma jihatdan Qur'on yaraq jihatdan, iqtisod jihatdan, askariy jihatdan, ilm jihatdan, hamma jihatdan o'z tayyorlik qilish bir davlatni qutqizma degan odamlar bo'lsa, uning vazifasi degan gap. O davlatni qutqizishning o'zi duo takbir bilan yoki bo'lmaydi u dushmanning o'zini qag'ab qo'yish, tillab qo'yish bilan o'zi hal bo'lgan masala emas bu. Hatta biz farishtalarni tushirishib olmadik degan to'g'riliqmi oyat bor deymi? Nima? Biz farishtalarni tushirishib olmadik degan ma'noda oyatlar bor deymi? He, albatta shu bay o'qigan oyatning o'zimi Alloh taolo ashun deb oxirisida liyatma'inna degan kalimani ishlatishning o'zi bizda bir gap bor-ku, masalan bir bola bilan ikki bolaning o'zini urushsak qo'ysak, u besniki oqida ota-onasi yo'q, ya do'st birodarlari yo'q, besniki oqida do'st birodarlari, ota-onasi bor yoki do'st birodarlari bor. U sal o'zi kuch jihatda ojiz bo'lsa-mu, qarshi tarafga o'zi oqida biz bojmi qo'rqma degan bir gapni qilgandan keyin u yurak paydo bo'lib, sal kuchi jiqaroqmi kuch yetilgan ishlar bo'ldi dunyoda. Nima qilsa, hayvidan qarshi taraf qo'rqdi. Qo'rqishning o'zi u odamnikini ojiz holatga tushiradigan gap. Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo u yerda 3000 perish tushsak bo'lamdi, 5000 perish tushsak bo'lamdi deb bo'lgandan keyin oxirisida sizniki ko'ngilni xotirjam qilish, ya'ni irodangni oshirish, ya'ni irodalik bo'lishinglar uchun bu gapni qildik. Amaliyotda biz perish tushirganimiz yo'q degan gap bu yerda. Uning o'zini rivoyatini nima qilib, qamchi tekkanligini qamchi bilan shu beshini nimalar yerilib ashunday o'lib ketgan odamni ko'rganligi to'g'ri ashunday hikoyani qildi. Undaq bir ish bo'lgan emas u payg'ambar alayhisalom zamonasida. O hatta farishtalar shu melek deb oladigan nimalar Qur'on kelimda. O farishta ishonchimizmi bizning Qur'oniy emas, shundaymi? Biz xudoga farishta deganimiz osmondan tushadigan binasi qanotlar debchi mana tushunib olgan. Undaq farishta emas. Shu Qur'onning o'zida nima qilib melek degan kalimani tarjima qilsa-mu shuni chiqdi. Masalan, inson kelgan chog'da iqtidor atrofimizdagi tuproq kelgan vaqtda alohidlik. Masalan, shu payg'ambar alayhisalom shu nimaga Badr urushni qilgan vaqtda kelgan kep tushgan yerga sahobalardan birisi, "Ya Rasululloh, sen o'zingniki
raying bolup muşaga düşdümmi yoki olmaydi Allah Taala şundaq buyurdumu degan vaqtda özümni ray bilen deydi. Allah buyurmadi degan gap. Degan vaqtda urush taktikalarini bildigan sahabaning o'zi u yerda nima deydi? Bu yer to'g'ri olmaydi bizning tushkunimiz bu yerga. Biz nima sonimiz az. Biz tog'niki bag'riga tushishimiz lozim. Chunki nima qilsa oq tarafdan dushman kela olmaydi. Degandagi u yer qumg'u degandagi qum mau nimadan zaykash yerni yaxshi deydi. Shuni olib u urush boshlang'ich orliqda nima yomg'ir yig'ib keldi. Yomg'ir yaqqandagi qumning tepasiga yomg'ir yaqqandagi asfaltdek bo'lgan gap. U nimaning o'zi zaykash yerni o'zi tayg'oq bo'lib, putiga besh batman patqoq chaplashib odam o'ng'ayda yerib charchaydigan gap. Shuni olib u yerda 1000 odamning o'zini 300 odamning o'zi yengib qildigan gap. Demek bu yerda odamniki oz ko'p bo'lishi emas, u yerda taktikin to'g'ri, strategiyan to'g'ri o'zi nima qilish, tanlash bu halqi urushda insonlarning g'alaba qilish, g'alaba qilmaslik bilan munosabatli degan gap. Yerdagi shu quvvat, malika, malak, Shu farishta. atrofidagi aloyidlikdan, o'zining jasoratidan foydalanishning o'zi bu malak shu degan gap bu yerdagi. U osmonda tushgan bir malak emas degan gap bu. Bu yerdagi iqtidor bilan şu ayetni oxirida tanisa 5 tal aloyidligini o'tirib qo'ydi Alloh taolo. 5 aloyidlik nimani bildirib desa 5000 farishta degan kelimaniki tarjimasi shu. O'sha yerdagi aloyidlik shu. Bu yerda nima deydi desa askarda jasoratli bo'lish, qilgan ishiga ishonish, ya'ni cho'qim g'alaba qilamiz degan iroda bo'lish, birlik barobarligi mukammal bo'lish, atrofidagi o'rinlarni yaxshi foydalanish, strategik o'rinni to'g'ri tanlash. O'xshash shunday 5 xil narsa bor o'sha yerda bayon qilingan. U 5 xil narsani Alloh taolo nima deydi desa 5000 farishta bilan tasvirlaydi. 5000 farishta yani qanotlarini nima qilib o'zi kaptadek uchib kelgan farishtani ko'rsatmaydi. Shu yerdagi aloyidlikni ko'rsatgan narsa degan gap. Shuning uchun bu halqi urush qilish bo'lsin, har qanday bir ish bo'lsa, o inson o'zining aqlini ishlatib, shu yerdagi o'zi foydalanadigan sharoitlardan to'g'ri foydalanish Allah Taala'nınki meleklerden doğru faydalanışını faydalanganlıktan derek verir degan gap. Ma'lumki Çanakkale to'g'riliq yozilgan kitobga keldik. O'qisam degan. O kitobda shu Muhammed Aleyhisselam Çanakkale urushini kelgan deb yozib. O derecede yaptır. İnsanlar aklı gidermeydiğen, yalgan, yamadak narsalar bilan xalqni yenichi azdırması da o kadar köp pidakarlık verip 36 devlet karşı urushda ahiri shunda köp pidakarlık verip ondan keyin qo'g'dab qoldilardi. Çanakkale'de o'tkazmaylardi. Onu yeni kelib Muhammed Aleyhisselam shu urushga kelgan deb shu. O'ylab qolgan adam qanday keladi? Bu Mustafa derecede Kemal'daki yazgan nerside şu Birinci Dünya Uruşı vaxtida yazgan nerside nima deydi desa bizga Alloh mı yardım qilmadi, boshqa bir insonlar mı yardım qilmadi, biz o'zimiz g'alaba qildik degan narsa bor. O nimani bildirdi desa Allohga o'lqi nima Alloh ishonmagan bundaq bir narsani bildirmaydi. U yerda o odam dinni to'g'ri tushungan odam. O dunyoning ishlarini inson o'zi qildigan gap, o'zining kallasini ishiltib qildigan gap. Şunun qarta deyotgan gap bu. ben sayetledim halaki aşu itimisir Tolkotun, Keri, Mois aşıla üstün sürü cihat kılınlar dep Allah üzere. Buyruğu düşündüm ya. Ularına mesajları kovdaş üçün, aşılarına erkillik üçün depçu. Doğru. Başkalarına yardım kılınlar, itimisirler yardım kılınlar degen çağda mı şu? Bizge boruydu o neçe? Biz Allah sana yardım kılsın dep kaplan kutunumuz bu işte bende. Şu. Ahmetcan bir başka sual binası var mı? Başka savallama düşmedi brother. Yani mezhep degan vaqtimizning o'zida shu zaman makanga xos bo'lgan ko'z qarashlardan shakllangan tushuncha ekanligini hozir his qildik, bildik. Bu Qur'on Karimning prinsiplari asosida o'tirg'i chiqadiganligi, shuning tayinliganligini o'rgangan bo'ldik. Boshqa do'stlarning shu mazhabni yoqilishi
to'g'ri deb qarashmi shu zamonga makonga xoslaştırıp turib qabul qilganligini biletdik hamda. Bugungi kunlikda hamda o'z biz biladigan 4 mazhabdan eshib bu e'tiqod, ahkam, aqida sohalaridami mazhab nomi bilan shoxlanib ketgan ahvollarni ko'rdik. Endi bu kadar jiq nimaga qandaq bo'linib ketadi yoki bu kadar shoxlanib ketadi degan shakldagi fikrlarga nisbatan ba'zan qarindoshlarningki Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini birisine şebi keltirip 73 firqaga bölünüp ketadi. Bir firqa cennet qalğan mandaq degan şekildeki narsani ekilib aşağıdan aşu bu bir hikmet degan şekildeki bir narsa o'tirg'a chiqadi. Ama Kur'an-ı Kerim'deki tüm prensip ayetlerden kelgan mazmunlarga qarab baksak Allah'ın ağamsız için esliş karakterdeki ibareler var. Yani bundan Aynen. bölünmeslik fakat bir noktada esliş ta'kidlangan endi. Mush yoqda yana kichik bir narsa qo'shsak, programmani uzrab ketmaslik uchun men shuni tavsiya qilaman endi. Buniki hozir biz e'tiqodiy mazhab, ahkam mazhabda bu ikki narsaga bo'lgan bo'ldik. E'tiqod mazhab kelgan vaqtda yuqorida siz degandek Allah Teala'nınki dini, yani Kur'an-ı Kerim'de ibaret bu narsa prensipiga. O prensip ne modese akide sahasida Allah'a, malaiklerge, kitaplarga, peygamberlerge, ahiretga ishonish degan gap. Bu shu 5 ishonishni asos qilgan holatda e'tiqod tuzab chiqish bu o'zi to'g'ri degan gap. Uni bilinishga bo'lmaydi. Har odam o'zi ayrim Xudo yaratdi, bundaq qilishga qat'iy bo'lmaydi. Ayrim kitob paydo qilish bo'lmaydi. E'tiqodni bo'linishni Alloh taolo to'sdi. Buning uchun o'zi bu yerda va tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu degan oyat, ya'ni oxirgi innal ladina farraqu dinahum va kanu shi'an lasta minhum fi shay degan mush oyatning hammasi nima desa, uni o'zi mazhabga olib verish butunlay xato ekanligini bildirdi. Hamda tarixda o'tgan e'tiqodiy mazhablarni buni boy deganga o'xshash qanday paydo bo'lgan degan vaqtda aslida ular e'tiqod jihati bo'linib paydo bo'lgan emas. Faqat oldiki lider bo'lgan insonlarni qo'llaydigan insonlarning bo'linishi bilan bo'lgan. Ya'ni birisi ani lider qilamiz degan, birisi mani lider qilamiz degan deyish orqali bo'lingan. Ham keyingi vaqtlarda ularga ayrim e'tiqod yezib chiqish orqali bundaq o'zi ayrim bir din e'tiqodiy sohadagi bir dinning o'zini yaratgan insonlar. Ama bu insonlardagi eng chong xatolik, e'tiqodiy bo'lgunchilik. Ham buning ikkinchi qismi degan vaqtda ikkinchi qismi ahkam, ya'ni qonun sohasidagi nimalar, mazhablar. Bu qonun sohasidagi mazhablar yuqorida biz deb o'tgandek İmam Ebu Hanif deymiz, İmam Ahmed deymiz, İmam Şafii deymiz, İmam Malik deymiz. Muşlarning hammasi orliqda bir tarafdan 40-50 yildan farqli bundaq zamonda yaşagan, yana tarafdan ayrim yerda, yani farqli makonlarda yaşagan olimlar buniki bu qonun jihatdan bularga yozgan narsalari tamoman to'g'ri emas. Yana bir qism xato yerlari bor. Misol boy biz deb o'tganga o'xshash zinaxo'rni chalma kesak qilish deganga o'xshash, ayollarning ovozi harom deganga o'xshash, misol ayollar podshoh bo'lish harom deganga o'xshash, prezident bo'lish harom deganga o'xshash, ayollar ishning beshiga kelsa, u ishning o'zi mangmaydi deb u ayollarning ishni beshiga ekemas, yani ekilishni harom deydigan o'xshash, murtadni o'ldirish deganga o'xshash, misol murtadni qini halol, xotni halol degan o'xshash, mushundaq narsalarning hammasi desa, bu e'tiqodiy mazhabniki nima o ahkam sohasida nihoyat xato bir ahkamlarni chiqarib o'tganlik hisoblanadi misol. Bu hech bir zaman Qur'oni Karimdagi prinsiplar to'g'ri kelmaydi. Ammo hokimiyat sohasida bu halqi diniy sohadagi ahkamlar bular, diniy sohadagi ahkamlarni hokimiyatniki qonuniga aralashtirish islom dini cheklaydi buni. Masalan, bir davlat olsa, o davlatniki qonunda namaz o'qimagan odamni jazolaymiz, musulmon bo'lmagan odamni jazolaymiz deganda qonun tuzish u butunlay xato. Bu o'zi halqi ixtiyoriy bir ish, u bir, uning ustiga ikkinchi tarafi uniki jazosini yoki mukofotini Alloh taolo bergan ish. İnsanlar uni talashishga qat'iy bo'lmaydi. Yani Alloh va insonning orasidagi ish, inson uning o'zini men jazosini bermayman namaz o'qimagan odamni.
iman etmagan adamın cezasını men berme deyişi bütünlay özü Kur'an-ı Kerim'deki zid, yani Allah Teala'nınki hukukunun özüne talaşkanlığı hesaplandı. Bu bütünlay hata. Hem de bu kalgan ehkam sahasının cemiyetki buluvatkan insan ben insanın oturusu bulduğun işler karta kanun çıkarışını Allah Teala insanlığa bergen. O kanunun özüne kadak çıkır diye vakti Kur'an-ı Kerim'deki prensip esasında. Mesela oğurluk kanun çıkarmak yoğun bolsa, oğurluk bergen ceza kandak diye vakti aşağıda bima kesebe diyen ayeti var. Ayet var şu kelimenin ahırısında. Es-sariku ve-sarikatu fekta eydiyehum bima kesebe diyen ayet var. Bima kesebe bir prensip. Bima kesebe nime diyen dese ağan melik karta. Yani qanchalik bir narsani o'g'ilgan bo'lsa, shu o'g'ilgan narsani qimmati qarta jazolash degan gap. Adolat bu degan gap. Ya'ni bir odam shunday o'g'il qilsa, uni o'zi qo'lni qonga kesganda kesib o'tdi, shu butunlay xato. Qur'oni Karimning prinsipiga to'g'ri kelmaydi degan gap. Xuddi shunga o'xshash misol bosh qonunda, siyosiy qonunda, masalan, siyosiy qonunning o'zida Alloh taolo siyosatni belgilagan belgileme neyme diye vakti lekum dinukum veliyedin diyen prensip aslında siyaset belirleş. Yani devletin içindeki memurlar, devlet kurallarına onun dinini sürüştü kılmazlık. Kas dininde ne kıldı? Onun dinini sürüştü kılmazlık, fakat onun salahiyetini sürüştü kılış. Yani Kur'an'da Kur'an'da onun amanet ehlik bir andaydı o. Amanet ehlik bir and diyenden öz neyme dese men bir yerde işliga kirgan bo'lsam, shu ishni qila oladigan qarta meniki o'zi qo'limda qog'ozim bormi yo'qmi? Men o'shni ashni bilamanmi, uni hodisini chiqarammi, chiqamammi? Ahliyat yani mana shu vaqtda. Ahliyat surishti qilish bu o'zi o ish bergan odamniki vazifasi, o ahliyatni o'zini surishti qilmasa, o ishi mangmaydigan gap bu yerda. Ammo u yerda Alloh taolo hech bir zaman dinni surishti qilganlar yoki millatini surishti qilgan degan bir narsa yo'q. O vaqtda davlatning ichidagi nurg'un millatlar birga yashagan bo'lsa, bir davlatning ichida qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar va qaysi dinga e'tiqod qilgan odam bo'lishini qat'iy nazar, u ishniki hodisini chiqaradigan bo'lishi kerak. U ishni biladigan odam bo'lishi kerak. Buni berish bu Qur'oni Karim belgilagan bir narsa degan gap. Uni Payg'ambar alayhisalom zamonida Payg'ambar alayhisalom ashunday ijro qilgan, masalan Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom qanday qildi desa, yo'lni biladigan bir mushrikning o'zini yo'lboshchi qilib tayinlagan. Gerçi müşrik olsun. O adam Müslümanlık kılay demegen. Demiş kalsa o adam yaxşı yolunu yaxşı bildiğanlığı için onu iş kısagan. Demek işini o işini bildiğan adamı beriş işi egisi. Bu özü naite Kur'an-ı Kerim otur koygan narsa. O adam ma meniki dini kardeşim ki yak ma meniki milletim ki moşunu beray diye vaqtda o iş mağlup olduğun gibi. O bilmeydiğin bir adam bergendikin o o işini kılamaydı, ödüsünü çıkamaydıgan gap. Şuna o iş aldığı mağmay, ahıya mağlagan gap. Şuna bu yerde Allah Teala'nın devat kılın neyme diye vaqtda işini ehliga beri alındaydı. Ehliga beri işte yani prezidentini tatip, mesela devletin prezidentini saylayan vaqtıma halk o prezidentlikka kim en layık? Mesela 4-5 adam namzat düşken bolsa, aş prezidentlikka layık olan, en layık olan adam kim o? Aşını yaxşı bayqap durup, şunu beriş halkniki vazifesi degan gap. Uni bermaydigan, men musulmon, adam yamanbek o'qiyotgan, dinda o'qiyotgan mollamga ashnaga beray desa, u mollam faqat namoz o'qish, ro'za tutishni biladigan gap. O siyosatni bilmaydi, munosabatni bilmaydi. Bilmagandan keyin o xalqni qalti ko'chirib boshlagan gap, jamiyat taraqqiy qilmaydigan gap, o millat o'zini qutqizolmaydigan gap. Shuning uchun o yerda mollamlar mollamligini qilish kerak, siyosatchi siyosatni qilish kerak. Her adamdaki öz o'rni qarta insonlar uni to'g'ri o'rin qo'yishni va uni to'g'ri odamga ergishishni o'ziniki vazifasi qilish lozim. Unda qilmasa, o millat hech bir zaman nima qilmaydigan gap. Shu bu ahkam sohasida, nima desa, qonun sohasida mushundaq yerni surishti qiladigan gap. Misol, boy deganga o'xshash, biz bir isklat ishlasakmi, o isklatda hozirgi vaqtda yuk ko'taradigan mashinalar bor. Aşına haydaydigan andaqalqı qog'ozimiz bo'lish kerak bu yerda. Uni haydashni bilmasak, abrib bir yerga ustirsak, biymincha o'zi molga ziyon soladigan gap. Yoki bir odam ustirib o'ldirib qo'ysa, nima qiladigan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
ehli bo'lishni nima qildigan gap. Siyosatdimi masalan munosabatmi yoki bo'lmaydi ish berish nimalardimi har qanday bir ishda uniki ahli bo'lishi bu Qur'oni Karim ta'kidlagan bir nima degan prinsip degan gap. Shuning uchun Qur'oni Karimdagi har bir prinsipi, siyosatga qo'ygan prinsipi, jamiyatga qo'ygan prinsipi, huquqqa qo'ygan prinsip bo'lsin, yoki bo'lmaydi boshqa qo'ygan prinsip bo'lsin, yoki bo'lmaydi o'zi nimaga ish ish qilib shu davlat ichidagi butun ishlar qo'ygan prinsiplarni tortib chiqib shu prinsipga uyg'un qonun tuzash va u shuning loyiq odamlarni uni qo'yish bu Qur'oni Karim ta'kidlagan bir narsa. Shuninga Qur'oni Karimdagi prinsiplarga to'g'ri amal qilgan vaqtda Alloh taolo ashunday mushunda qalblarga erishsa degan shu qalbini qo'lga keltirib olgan. Çünkü ehli olmayan adamın özünü bizler molluğu mu rakam adam. Bir adam özü kıraatını yaxşırak kıldı mı teşkilatın 5 aşağı adamın özünü çıkarıp koydu. Başka neyini siyaset bildiğin o siyaset okuşunun siyasetin özünde okuş kütügen şundak bir adamlı bolsa mu o sörpatayını okuyduğun adamçılık epti yok mesela. Aşının sebebidir biz bugün kapıvattan gel. Çünkü için bu yerki nesini mi diye vakıda Mollalar siyasetki esılması lazım, bilmegendikin. O özündeki cemaat namzokluğa işlerden kılış lazım. Başka onu kolda kelgaş, özünü uqa iş aşı oğandikin. Bir yerde balını çıkıverdik, balının özünü alim kılımız dep, o yerge geç Kur'an okutuş arkalık bunu alim kılım dep, onda ahımkane işle kılması lazım. Kur'an okuş, Kur'an'ı yadlaş, azıcık vakti alimlik girmeydi. Hazır en cahil adam qarilar mesela. Onda hoğandikin bu hazır alimning nima desa hazır zamanı ve ilimni bildigan bo'lish lazım. Şu vaqt alim bo'la oladi. Onda desa qabul ketib nurg'a odamlar. Qabul bo'lish hojat yo'q. Shunga her adam o'zining haddini bilish lazım. Tayyip Erdo'g'ning shu bir gap bor, haddini bil deydigan. Haddini bilish lazım. O haddi degan nima desa, men mushu doiraning ichidagi bilimni bilime ben muşu dairenin içinde hareket kılsam bana doğru keldi deganni bila olish lazım. O vaqtda o'zi bilmaydigan doiraga kirmaslik lazım. O da o'zi shuni bildigan odamga berish kerak o o'rinni o'zini. Shu vaqtda o odam to'g'ri qilgan bo'lgan gap, o ishga mangdigan gap. Shunga har bir odam o'ziniki bilim doirasi ichida harakat qilsa, o ish to'g'ri mangadi, chunki u bilganligini to'g'ri qila oladi. Bilmagan ishga hamma narsani bilimda mollani hozir bilmaydigani yo'q. Bir molladan so'rasa, siyosatni so'rasa, o vaqtda Joe Bidenni yaratmaydi mesela. Askarni so'rasa, neni general, marshalni yaratmaydi. Bundaq insonlar bor bizda. Bundaq odamlar insondagi eng nachiri mesela. Bir odam deganni bir tal narsani yo ikki tal narsani bildi. Yaxshi bildigan narsa. Butun dunyodagi narsani bilmaydi u. Butun dunyodagi narsani hammasini bilmaydi degan odamni sen hech narsa bilmaydi ekansan deyish kerak. Men arafe nefsuhu ümitti. Fakat Rabbahu. Rabbehu. Özünü bilgen kişi Allah'ını bilirdi. Rabbini tanıydı. Başkalarını bilirdi. Yani özüne çek çekirisini bilgen adam başkalarının hakkı qayagisilik kelidi, başkalarının bilim onu bilirdi, onu hürmet kılışını bildiğin gibi. Özünü bilmegendeki hammaga chapan sevdiga o'zini chapan berib sarlarni kiyib olsa butun dunyodagi bilimni bildiganda gör qilishga hech qanday hojat yo'q. Hech narsa bilmaydi zaten unday odamlar. İnivisiyalık meyli iş kalaylı yoki bo'lmasa o'zimiz tashkilot qurayli yoki bo'lmasa bir tijorat qilayli. O'sha odam olgan vaqtimizda salohiyatga qaramdiq yoki sadoqatgami degan chog'da bu ko'pinchalik sadoqatni tanlab salohiyat unutib qoladigan ishlar bo'ladi. Shuning bilan salohiyatsiz odamlar biz sadoqatiga ishonib bergan narsani buzib qo'yadigan, yarim yo'lda nurg'un bizga ziyon soladigan ishlar bo'ladi. Oxiri o'zimiz shu beshimizni qashlab, o'zimiz peshonamizga boshlab o'tiradigan gap. Shunga sizlar degan nimalar mana to'g'ri, Qur'ondagi prinsip shu. Ishni ahliga berish, prinsip bo'yicha ish qilish, hatto Muhammad alayhissalom
Eng ahirki nebi bulap bilep ketişideki sebep bu. Yani mümam diyor şöyle prensipini koyup ketken de Kur'an-ı Kerim'de. Elçilik vazifesi bilen. Bundan keyinki işler Adem'de asas kılmaydı. Prensipni asas kıldı bu din. Prensipal bir din deganni bizga bildirdi deb o'ylayman. Gayet yaxshi so'hbatlar, Alloh rozi bo'lsin. Agar boshqa savol binasi bo'lmasa, qo'shimchalar bo'lmasa, eng oxirgi so'zlarni olsak. Başka sual yok mu? Yo'q, hozircha yo'q. Şu başka sual olmasa bunun xulosasi shuki, din prensip belgilagan bir narsa, bir kitap. Hech qachon dinning ichida, Qur'onning ichida ilim, qonun yoki bo'lmaydi. Bundaq bir narsa mavjud emas. Qur'on butun ilmni o'z ichiga olgan degan gapning o'zi xato bir narsa. Butun qonunni o'z ichiga olgan degan gapning xato bir narsa. Butun siyosat Qur'onda degan gapning o'zi xato bir narsa. Bütün ilimga, siyosat, qonun, har qandaq narsa inson ehtiyoji narsani hammasiga nima qildi desa, prinsip belgilagan bir kitob. Shariat degan vaqtda shariat shu prinsiplarga asosan tuziladigan bir qonun. Mazhab degan vaqtda mazhab hamda shariat ham umum bir so'z. Mazhab degan vaqtda har davlat, hozirgi vaqtda davlat misol olsak, har davlatniki yana bir davlatga o'xshamaydigan holatdagi prinsipni asos qilgan bo'lsa-mu, o'xshash prinsipni asos qilgan bo'lsa-mu, lekin u davlatning ichidagi o'xshamagan shart sharoitga asosan tuzilgan qonunmi o'xshamaydigan holatda tuzilgan gap endi. Mushunga asosan tuzilgan qonun nima degan vaqtda mazhab deb ataladi. Bu qonun jihatda bundaq mazhablar Qur'ondagi prinsipni asos qilgan bo'lsa, ba'zan bir yerlari aniga o'xshamaydigan chiqishining o'zi hech qanday Qur'onga zid bir narsa bo'lmaydi degan gap. Misal ba'zi yerda nimaning o'zini bojni ba'zan davlatda 20% oldigan bo'lsa, ba'zan davlat 10% oldigan bo'lsa, 10% olgan to'g'ri, 20% olgan xato deyishlik hech qanday hojat yo'q. Nima uchun degan vaqtda u 20% olgan davlat o'ziniki ehtiyojini ashunchalik olgan vaqtda qamday oladigan gap. Uning uchun oladi. 10% olgancha degan vaqtda u 10% olgan davlat sen boyaroq davlat bo'lsa, u alqi o'zining ehtiyojini o'ziniki yendik pulni qo'shib hokazo qilgan vaqtda 10% narsadan u ehtiyojni qamday oladi. Shuning uchun 10% oldigan gap. Shuning uchun bu yerdagi o'xshamaslikning o'zini akilib, u yerda o'zining shaxsiy manfaatiga aylantirib turib, ma to'g'ri, ma jiqog'ini xato yoki bo'lmaydi deb bundaq nimani qilish bu to'g'ri bo'lmaydi. Ikkinchi bir tarafdan mazhabniki o'zida masalan ahliga berish degan shu prinsipga asosan bir yerga ishga olgan vaqt masalan Turkiyada bir yerda zavod yoki bo'lmaydi bir do'kon ochdik. Do'kon ochgan vaqtda u qahvada muomala qilishni bilmaydigan, mening og'aynam deb o'tirib yoki bo'lmaydi biz bir musulmonga deb o'tirib qahvada muomala qilishni bilmaydigan, ilm setim nimasining o'zini bilmaydigan bir odamni akib do'konga olib qo'yish to'g'ri bo'lmagan gap. O ticaret qilishni biladigan, qahvada muomala qilishni biladigan, qandaq qog'oz olib deb kirsa, qog'oz yo'q bo'lsa, suval qog'oz yo'q bo'lsa, qum qog'oz olsin, bo'lam deb yurib biz topadigan. 5 santlik mixvam desa, 4 santlik vatım şu olsun, bo'lam deb o'tirib beamal qilib setishni biladigan mundaq bir odam bo'lish lozim bu yerda. Hech narsani bilmayliki, ish o'ltirgan mundaq odam bo'lsa, tijoratni vayron qiladigan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Allah Taala o'tirib qo'ygan prinsipni asos qilgan holda tuzilgan qonun farqli holatdagi qonunning o'zini ayıplash bu butunlay xato, mazhab deb hisoblanadi buning o'zini. Qur'oni Karim prinsipga asoslangan bo'lsa, u o'xshamagan holat tuzilgan bo'lsa-mu, u to'g'ri bo'ldi degan gap. Ya'ni buni aytgan vaqtda e'tiqod jihatda har xil o'zi e'tiqod paydo qilish butunlay Qur'oni Karimniki tüp asas prinsipiga zid bu xato. Ahkam sohasi deymiz, qonun sohasi degan vaqtda har mamlakat o'ziniki amal ahvoliga qarata farqli holatda qonun chiqarish Qur'oni Karimniki prinsipni asos qilgan bo'lsa, u to'g'ri degan gap. Farq bo'lsin-mi? Ya'ni farq mana shu. Allah razı olsun, ait yaxshi bir yig'inchoqlash oldu. Menimcha bek tushunishli bo'ldi-ku deyman ders. İnşallah
Keler saat 61. dersimizde yeni bir yeni tim bilen görüştük. Allah nasip etsin. Bugün biraz internette ulan ekran kameralı da kaşılı göründü. Lekin mezmun bir bütünlük igi oldu. Kırındaşlarınki kaçırıp koymay. Baştan ayağa körep çıkışını ve başka kırındaşlarıma tavsiye qilib qo'yishini chin dilimizdan umid qilamiz. Hammanglarninki shu vaqtda buning vaqti xayrli bo'lsin. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.